Ularning qalbiga shayton tushdi. Ondan musulmon ayollar shunda imomning yana qilib, "Assalomu alaykum imom axun, mushu ayolga gap qilsangiz bo'pti-kanda, bu erlarimizning hammasini hozir ketdi, bu yurtimizning 99% erning hammasini davzga ketdi. Endi bizni hozir qilyapti bu odamiy shayton. Ya buni yurtdan qo'g'lab chiqani, ya buning bir amal qilni" degandek keyin imom o'tirib etib Bunda bir qo'r kantash kiyim, bir licha qilib, ayolning ishiga chekdiganda, chekkandan keyin u ayol voy assalomu alaykum imom, xush kelibsiz. Men butun yurtga borliq ayollarning ishigini chekadigan qilib atgandim. Faqat bir siz qolgandingiz, ishigimni chekmagan. Bugun men sizning ishigimning oldiga keltiraligan keyin ajab yomon-kamma deb o'zim faxrlandigachu. Anandan keyin u ayol shunday o'zim faxrlangandan keyin oyosizlikdan eli ayol. Anandan keyin deydiganda, ayol bugun men bir talab bilan kelib qoldim degandan keyin, "Ey imom, siz bugun ishingizning oldiga kelib qolibsiz. Ming talabangiz bo'lsin o'rindayman bugun. Hatto toyloq bo'lib berdingizmi, men toyloq bo'lib berman sizga" deb oshna degandan keyin sen bir ayni tutsan qancha bo'lsa degandan keyin 1 dinar olma deydi. Amsi bugun sen juyinib chiqib, "Ma bir qur kiyimni kiysan, senga 10 dinar berma" degandan keyin ayol juyinib, g'usl qilib chiqib, kiyim kiygandan keyin bu yoqqa keldi, joynamoz silib, duo qilib ichib qo'yibdi. Ondan keyin imom Alloh duo qildikanda, "Ey Rabbim, ma'u ayol yurtimizdagi 99% erning hammasini davzga qilib ketdi. Bu ayol asli bir hayoliq, ishfatlik ayol edi, ammo o'zining hayoliqdan bilinmay qoldi. Mushu ayolningki sirtqi qiyofatini men o'zgartib qo'ydim, ammo qalbini o'zgartirishga mening kuchim yetmaydi. Ey Rabbim, sen hidoyat qilgan kishini hech kishi ozdira olmaydi, sen ozdirayotgan kishini hech kishi hidoyat qila olmaydi. Mushu ayolning bir qalbini hidoyat qilib haqqa echib qo'ysang" deb Alloh duo qilgandan keyin imomning duosi tugamasdan da ayol o'z duo qilib ketdi. Anandan keyin o ayol duoni tugatgandan keyin imom deydi, "Men 10 dinarni solg'in kiyimni" degandan keyin, "Ey imom, meningdan hayo qilmamsiz? Sizga qanday kiyimim sep berib turmayman bu yerda. Men shuncha erlardan hayo qilmagandim, ammo bugun sizdan bak hayo qilib ketbarmanman. Meningdan hayo qilmamsiz imom" degandan keyin, "Sen islom dinini to'g'risida qanday tasirot olding" degandan keyin, "Men islom dinini o'rgating" degandan keyin shu bir ayolni islom dinini o'rgishib shu ayolga bir ayol butun yurtni isloh qila oladigan shunda olim muttaqi bo'lib ketgan deydi. Ya'ni qarangizlar qarindoshlarim, bir avdin yopilgan ayolning tufaylidan butun yurtdagi shu ayolga qaragan barliq erlar ishigin chekkanlarga davzixi bo'lib ketdi. Qarab tashlagan erlarning hammasi davzixi bo'lib ketdi. Qarangizlar, bir avdin yopilgan ayolning kasofatidan. Mana avrat tepish mana shundoq muhim. Ya'ni anandan keyin namoz to'g'risida kishilarning qilgan amallari faqat o'zi uchun deydi. Qarangizlar, ammo 5 vaqt namozni nimchini o'qiymiz deganda bir jihatdan Alloh xolisa Alloh farz qilganligi uchun, anandan keyin kishining qilgan qilmishlari faqat o'zi uchun deya, matannidikilar gimnastikani nima uchun o'ynaydi bilamsizlar? Tinimiz sog'lom bo'lsin deb o'ynaydi. Anandan keyin 5 vaqt namozni o'qisak Allah xolisa dünya tapgan foydamiz tinimiz sog'lom bo'ldi-ku, o'tirib qopib sajda qilib, o'tirib qopib sajda qilsak tinimiz bak sog'lom bo'ldi-ku, dunyolik foydamiz, oxirat foydamiz bo'lsa, uni Alloh farz qildi, buyuribdi deb bir farzni ado qilganligimiz tufaylidan jannatga o'tib ketadiganmiz-ku. Ay shunlashqa ma'no yana dunyolik foydasi mana Alloh xolisa. Ya'ni anandan keyin bunda desam, hargiz Allah bizlar muhtoj o'xshaydi deb qamangizlar. Allah hargiz bizlar muhtoj emas. Allah hech kimga muhtoj emas. Yashar yo'qab ketsimchi, Allohning mulkini hech narsani ozayta olmaydi, bo'lib qolsa hech narsani ko'payta olmaydi. Ya'ni yashardagi butun insonlar shunday toyloq bo'lib, oyoqsiz ishlarni uch-qo'shqar qilgan taqdirimcha Allah hargiz hayron qolmaydi. Yani arak deb mast bo'lib shunday yursaymi Alloh hargiz hayron qolmaydi. Alloh bizni muhtoj emas tursa, ya'ni yer shari
Ma yer şari Allah'ın nazarında bir tal başının bir tal qanchilik emas deydi. Yani hech narsaga arzimaydigan narsa deydi. Yani yer şari yo'qolib ketdi. Allah'ın hech narsa kelib qolmay ketdi. Yani qarangizlar, bir farishta bor ekan, o farishtaninki topini yatqat zaminning ostida mungizi bilan yatqat osmonning ustidagi Allah'ın kursini ko'tarib turdi deydi. Aşı farishtaning quloq yumshuq bilan mo'risining olig'i bir qush 700 yil uchgan musofir bilan tang deydi. Hey qarindoshlarim, tafakkur qilib qo'yingizlar, bir farishta osmon zaminga keldi. Ash farishtaning parvardigori bo'lgan, shu farishtani yaratgan Alloh qanchalik cho'ngdi, qanchalik buyukdi, qanchalik ulug'di. Alloh bizga muhtojmikan? Hargiz muhtoj emas ulug' Alloh. Biz Allohga muhtoj, lekin o'ylab qo'yingizlar qarindoshlarim, Alloh bir narsani yo'q qilib qo'ysin-chi bizdan, ma'avani yo'q qilib qo'ysin-chi o'lib ketamiz hammamiz. Allah bir narsani ziyod qilib qo'ysin-chi, ma kunni 1 sant yaqin qilib qo'ysin-chi bizga hammamiz kuyib ketdik. Allah bir narsani bermay qo'ysin-chi bizga osmondan yomg'ir yog'dirib bermay qo'ysin-chi hammamiz ussiz bo'lib o'lib ketdik. Yani Allah bizni ana shunday saqlayapti qarindoshlarim, tafakkur qilib qo'yingizlar. Shunda biz har kuni ichimiz, aşor ichimiz, qo'soqqa jiqqan narsalarni yeymiz, har xil narsalarni ichimiz, ammo hojatxonaga borib siymaymiz, sho'v siymaymiz, qaynoqda siymaymiz. Qarab qo'yingizlar, bu nima degan Allohning qudrati. Qo'ylar qarab qo'yingizlar, qo'ylar o't yeydi, yuzlar yeydi, yana bir narsa yeydi, ko'p xil narsani yeb, faqat qumbuloq chiqirdi. Hargiz o't chiqini ko'rpaqmiz-ku. Osh o't yeb turib, uning amaliyatidan foydalanamiz daxib. Qumbuloq chiqas etizg'inim qilamiz. Osh bir narsa yeganligidan go'sht bo'ldi, yung bo'ldi, teri bo'ldi. Qarangizlar, nima degan qudrat, nima qudratlik Alloh. Allah canlıq nəslin cansızını, cansız nəslin canlıq nəslini çıxarıcı. Yani, toxoy canlıq nəsə, toxoy tuxumni tuğdu, tuxumdan yani toxoy çıxdı. Qarangızlar Allah'ın qudretini. Allah şundaq qudretlik. Allah bizler herkes muhtaç emas. Lekin biz Allah'a muhtaç. Allah şundaq qudretlik. Yani, qarangızlar, aşu barliq narsalarni osmon zamin o'rtasidagi barliq narsa inson bo'ysundirib berdim deydi. Ya'ni mavi quyosh, oy bir-birisiga yetishib olmaydi. O'zining nimasini o'zining o'qidi. Shundoq har kunisi oq quyosh chiqdi, oy chiqdi. Oy chiqdi, quyosh chiqdi. Ashtaq bo'ldi, kunda aynoq bo'ldi. Shunda ritmliq mangdi. Ya oy quyoshga, ya quyosh oyga yetishib olmaydi. Allohning izni bilan bo'ldi. Sizlar o'ylab qo'yingizlar, shunda qop-qorong'u kechida bizning ko'zlarimiz bir narsani ko'ra olmaydi, ammo osh quyoshni Alloh chiqarib bermasa, kunduz bo'lmagan bo'lsa-edi, qanday o'tib ketadi? Biz qorong'uda hech nima ko'ra olmaydik. Qarangizlar, Alloh bizni shunday saqlayotdi. O'ylab qo'yingizlar qarindoshlarim, o'ltirayotgan zamin Allohning, o'ltirayotgan ko'rpa Allohning. Ya'ni Alloh zamindan kevazni undirib bermasa, nada yumshoq ko'pida o'tiradi. Yavatgan taam Allah'ның, yavatgan non Allah'ның evvel. Allah buğdayını indirip vermiş, nada un bulup non bulat diyor. Allah bu, biseylerini indirip vermiş, nada say korup yekti. Allah hani şunda kudretli, şunda ulug. Yani biz bilmegen bilen, biz anlamagan bilen, varlık, tağ, daryo, deniz, taşlar, varlık, köktatlarının türleri, meyvelerinin türleri, daraxtlarının türleri, güllerinin türleri, hayvanlarının türleri, uçar kuşlarının türlerinin hemmisi Allah'ını toxtamasdan Allah, Allah, Allah da zikir kıldık. Özünüzlerinin tumurunu tutmayaqınızlar, soqudumuş tumur. Tumurunuzdan çoğu Allah dese Allah da zikir kıldık. Ma yürgünüzden tutmayaqınızlar, soqudu yürek. Aş yüreğin çoğu Allah da zikir kıldık. Fakat biz necis insanlar şunu gafil kaldık. Biz özümüzün günahı tüpeldir. Yani sizler o'ylab qo'yingizlar, har birlarimiz otamizning pushtida, onamizning qornida deydik, bir obimani deydik. Ya'ni hech qanday tilga ilinmaydigan, ongimiz ichga elishadigan bir ma'ni deydik, jonsiz narsa deydik. Alloh bizni jon kirgizdi, bizga shaklimizni chiroyli qildi. Ya'ni bizga aql berdi. Mana shu narsalarning hammasini Alloh beryapti bizga. Lekin o'ylab boqaylik, Allohga qanchalik hamd va sano aytyapmiz, Alloh qanchalik ibodat qilyapmiz. Bütün 24 saatni Allah bergan tursa, 24 saat ichida 2 saat 5 namoz o'qitimiz, hatto namoz vaqtimiz shunda dunyo ishlarini planlaydigan, bunda bir xizmat o'rni bo'lib qolyapti. Qani deb qo'yingizlar qarindoshlarim, Allohdan endi hayo qilish kerakmiga, kerak emasmikan?
albatta hayo qilish kerak. Allohdan hayo qilingizda. Alloh shunda qudratli, shunda rahmati bilan yashatyotdi bizni. Allah shunda ko'p ne'matlarni kecha-yu kunduz beryotdi. Biz kecha uxlab qolsak ajab nafas olganmiz. Allohning o'zi bilan olamiz shuni. Allohning qudrati bilan. Ya'ni Alloh shunda rahmat egisi, shundan mehribon, shundan shafqatli. Allohdan so'rangizlar, jannatni so'rangizlar Allohdan. Do'zax tushib ketishdan panoh tilangizlar yoki bizlarga banda sen jannati deb xush xabar keldimi-ya? Undoq emas bo'lganiki Alloh duo qilaylik. Anondan o'tib ketbardi, ma yillar, oylar, kunlar bir-birini qo'g'lishib o'tib ketdi. 20 yillar, 10 yillardan beri duo qilish fursatlarimiz. Shunda bir onamiz oldimizga shunda taomni yeb kelganda, "Voy apa, sizga Allohning rahmati bo'lsin. Qo'llaringizni ulug'alloh jahannamning o'tidan panoh qilsin" deb duo qilish fursati patishadi. Ammo duo qilmadik. 10 yildan beri o'tib ketdi, 18 yildan beri o'tib ketdi. Erlarimizga shunda teshidin, shunda so'qlarda, ular shunda jopatadi. Biz bir ko'mirni, bir chilak ko'mirni kirgicha shunda so'qib ketimiz qishlarda. Lekin erlarimiz sirtlar shunda so'qlarda pulni deb akirsa, ishdan kirgan chog'da "Assalomu alaykum" deb olalım. Sizga Allohning rahmati bo'lsin. Alloh bizlarni jannatlarning varislaridan qilsin deb duo qilgan fursatlar 30 yillardan beri o'tib ketdi. Ya'ni ana shunday fursatlar o'tib ketyapti ham. Bolalarımızga shunda bir sirtdan kirgan chog'da "Assalomu alaykum bolam. Bunda najab bir goh qilibsiz. Meni sizning yurak qoramidingiz. Menga aytib qo'yib, aningdan keyin chiqsangiz bo'lmamdi" deb chiroyli gap qilgan fursatlar o'tib bordi. Chiroyli gap qilishning o'rniga urkib bormiz shu bolalarimizni, bechora bolalarimizni tillab. Rasululloh ajab bir Rasululloh hattoki qulini tillamagandiku. Ishqi bo'ylaydi. Quli teshib chiqib o'ynab ketdi, 7 yoshli qul. Anondan bir kun saqladi. Kamigandan keyin sirtchisi o'ynayotgandan keyin "Satih bominingmi" degandan keyin "Heliqi qul, 7 yoshli qul bola." Shunda titrab ketgandan keyin "Endi bo'lsang buldi" deb meni xush tabassum qilgandiku. O bizning o'zimizning pushti deydi-ku, qornimizdan to'kilgan. Nimda boqiraymiz unga, nimda uni uramiz. Chiroyli gapirsak bo'ladi-ku shada. Bolalarni islom dinini o'zimiz satko'z qo'yatimiz shada. Ashada tillamasdan, atdiganlar urmasdan uni, "Voy eshakda yotma kun chiqib ketdi" deb unda namoz o'qiy demay ashada. Peshonsiz suyib turib, "Ey bolam, hayo qiling Allohdan. Alloh sizga qarovatdi, sizga islomning ummati bolam, qo'ping namoz vaqti kirib qoldi" deb peshonsiz suyib turib o'yg'atgan bo'lsa shu bal qopatdi Alloh xolisa. Lekin ashada urib tilladi, bolaning qalbida bir zidi paydo bo'ldi. Muhni bir tam tishini qilaversak, uni loynakat chaplagan taqdim daz qoldi. Bolaning qalbicha o'ynab daz qoldi qarindoshlar. Sizlar bo'lgan muhabbat uchun yenib ketdi. Bolalarga chiroyli gap qilaylik Alloh xolsa. Anondan keyin shunday xato ishlar qilib qo'ysak, bolalarimizni voqirab qo'rqatmaylik, bolalarni yuragi kichik bo'lib qoladi. İslam dini uchun Alloh xolsa shir yurak azimatlar lozim Alloh xolsa. Vaqirab qo'rqatmaylik da bolani, odamdan insonni qo'rqadigan qilib qo'ymaylik. Bo'pti, o'ynasin. Hatto Rasululloh namoz o'qiydi, navarlarga dungaylarga minib ot qilib o'ynaydi. Ashad navarlar dumbisidan tushib ketgan qadar sajda qilib turdi-ku Rasululloh. Biz Kitabulloh sunnati Rasululloh da'vatlatdi. Qana ashadaga bolalarimizni tullab urib ketdik-ku. Sa buzdong men namozimni vaqiravatsa, o'ynayotsa chiqmang tashiga deb. Unda demayni bolalarimizga, bizmi balıtdiq, unutib qoldikmi? Yuratdik-ku. Aynoqsiyan bolalar bilan vaqirab chiqirishib o'ynab, o'zimizning kichik vaqtimizni unutib qoldikmi? Bol bo'lganiki o'ynaydi, bizga qolisini aram oldirmasa, bizni bunaqa kollarimiz nima bo'lib qolsa, do'stimiz bilan mungdishimizga shuning o'xshash ularni biza o'ynayamiz, xumor besilmaydi ularning. Biza fursatlar beraylik, biza bo'sh qo'yib beraylik, bolalarimizni undan ching tutib olmay. Har qanday musulmon ona bolasini shunda taqvodor, diyonatlik, solihlardan, rostchil, Allohning nazaridagi siddiqlardan bo'lsin desa, shu ona o'zi ulgu bo'lsin. Ya'ni o'zi taqvodor bo'lsin, bolasini rostchil bo'lsin desa, o'zi ulgu bo'lsin, o'zi rost gapirsin.
Apa tamak piştimi o desi. Pişti balam xamirni yugurib etib. Qana yağan gap qo'y Rasulullah. Bir ayağını yana kirdim. Ayol meka balam bir narsa bermadiydi. Ayol uning nim bersa, agar qulim bir narsa bo'lmasa, so'ng bir yolg'on qo'shildisa, yo'g'a aytgan bo'lsa degan-ku. Anonkin da ayol qulimni xo'rmabatdi deydi. Sen rost aytding. Sen agar shu xo'rma bo'lmagan bo'lsa, so'ng bir yolg'on qo'shiladi degan-ku. Qana o tamak pishmasa dahi, ham xamir yugurayotgan tursak, munda pishdi balam deymiz. Demayni unda pishyapti, men qo'rsam, sasam pishdi, birdan taqiqdir deyni. Osh kichik ishlarni tatib rost so'zlayni. Anondikin balalarga va'da qilsak, va'dimizni turayli. Balamizni rostga qildi. Balam, yog'an aytsa, kimdan o'rganding buni demay, men yog'a aytdim, meni kiyib tushdi deyni. O'zimiz yog'a aytilgan bo'lganki, bizdan o'rgandi uni. Ana degan balaning tunji ustozi bo'ldi-ku. Ana shu ishlarimizni bala osh kichigidan tatib o'zimizni tuzayli. O'zimiz tuzsak, ondan balalarimiz Alloh xolsa, diyonatlik, taqvodor, siddiqlardan bo'ldi Alloh xolsa. Şunlaşqa Allah xolsa har bir o'zini mo'min, musulmon deb Allohga va Allohning farishtalariga, barliq payg'ambarlarga qiyomat kuniga iymon etgan har bir o'zini musulmon degan qarindoshlarimiz o'zingizdan isloh qilingizlar. Anamdikan qarindoshlarimiz bu islom dini bak go'zaldin, islom dini millatlar ittifoqligiga, ya'ni qo'shnilarga yaxshi tutishga, g'ayvat qilmaslikqa, sil rahim qilishga, bir-biri yaxshilik qilishga, ota-ona gadan qoqmaslikqa, erlarga itoat qilishga, arxutulloh inoq o'tishga, ochiqsiz qarindoshlar bir-birini doim yo'qlab turishga, Alloh roziligi uchun do'st tutishga, mana shunday yaxshilikni buyurdi islom dini. Lekin biz o'zimizningki badqiliq ishlarimizni qo'shib olib, buningga islom dinini baksat ko'z qo'yapmiz. Lekin islom dini haqiqatan bak go'zaldin tushansingizlar. Qarangizlar, oyatda sizlarni bir-biringlar bilan olishib o'tsin deb har xil millat qilmadimmi deydi. Ya'ni Rasulullohning Yahudiy qo'shnilari borkanto, Yahudiy qo'shnilarg'incha shovsin purkandi. O Yahudi degan boshqa dindiki hamdi. Lekin shu Yahudi qo'shnilarga shovsin purkani Rasululloh. Yahudi qo'shnilari Rasulullohning eshigining oldiga shunda adabsizlar qilib qo'ysa, shuni tabassum qilib o'z tozlaydi ekandi Rasululloh. Anondikin ashni tozlab qo'yib, yana qo'shnilari burunqidek muomala qiladi ekandi. Anondikin ashni butun bir mahallada Yahudilar Rasulullohning axloqining isilligidan, shunda fazilatligidan ta'sirlanib iymon etib ketganda qarshi bir mahaldagi Yahudilar. Ya'ni mana qarangizlar, islom dini nim degan go'zaldina, apuchallikni, sabrini tashabbus qildi islom dini Alloh xolsa. Anondikin qarindoshlarimiz, kibr qilmangizlar. Kibr degan boya dedim, Alloh va Allohning rasuli buyurganni qilmaganlik, cheklagandan yonmaganlik kibr bo'ldi deb. Qarangizlar, shunda bir musulmon, mo'min, Allohning solih bandalariga ashu bolalar nomrod bo'lganligi, yetim bo'lganligi tufaylidan qizlarimizni bermaydi ekanmiz kibr qilib. Nima o kibr qilday biz kimtoq? Rasululloh, men payg'ambar, men degan Allohning elchisi, men degan butun qiyomatdan bo'lgan odamlarning hammasi payg'ambar yuvatildim demasdan bir yetimning kulkisini deb ashu o'mlab turib tugib bo'lib bergan-ku. Fatima anamizmi men payg'ambarning qizi demasdan Ali radhiyallohu anhuning hech nimasi bo'lmasmi bir damida suyiga takkan-ku, shunga nikohlangan-ku. Ajab bermaymiz-ku kibr qilib qizlarimizni shunda diyonatli bolalarga yetim kelmau, nomrod kelmau deb. O bolalarimizni unda boy, qo'mshi shu ketgan, Allohning haqiqiy yurigidan yaxshi ko'rmaydigan unda boy bergandan nomrod mo'minga berayli. Ya'ni mo'min ayol shundoq bir deydi, mushrik boy bo'lsin-u, ya'ni dinga kirmagan, unda Allohning haqiqiy tushunmaydigan shunda boy, go'zal bo'lsin-u, mo'min qulga tegsin deydi oyatda. Mo'min shundoq degan boy, pomsti, shundoq go'zal, latofatli bo'lgan bir mushrik ayol bo'lsin-u, sat bo'lsin-u, bir qulni olsin deydi. Halol emas deydi. Ya'ni qizlarimizni majburlab, zo'rlab shunda namoz o'qimaydigan, Allohni tushunmaydigan o'roqkashlar chiqib qo'yapmiz. Baxtiga o'tirib, qiyomat so'rg'ib olmang. Shunlashqa har bir qarindoshlarimiz o'zimizni isloh qilaylik. Anondikin Alloh xolisa qarindoshlarimiz ota-onangizlarga sila rahim qilingizlar. Ya'ni
Aşı atlarınızlarga varqırmağınızlar, alaymağınızlar, tıllarınızlar bilen, kızlarınızlar bilen azar vermağınızlar şu biçarlarga, anılarınızla asil rahim kılınızlar. Aşı anılarımız bizni kiçigimizden tartıp postudigimizin adalap, 18 yıl kırmızı yiyip, çaşlarımızı taraf yuyundurup bakkantığı, nime hakkı kızının anısığı vaqıraydıgan, alaydıgan, geden kakıdıgan, geden kakıcı atansı, geden kakıcı cennet kıramaydı davassa. Anısı şunda 18 yıl bakkantığı, nime hakkı anısığı vaqıraydıgan bir kiçikdine dünya işinde. Her qandaq bir kız şunu oylap qo'yingizlar qarindoshlarım, şu anılarınızda sizlarning 18 yil voyishmasdan, qoqishmasdan, kechayu kunduz shunda sizlar beqib cho'ng qildik. Şu sizlarning ming qatimdan o'sha yuyib qo'ydik, tuman qatimdan o'sha yuyib chachlaringizdan tarab qo'ydik. Sizlar anılarınızlarni Allah roziligi uchun şu anılarınızda qabrga kirib ketgan bir qatim Allah roziligi uchun yuyib qo'yingizlar. Ashning lazzatini sizlar tetib olingizlar. Anılarga shunda ölüm yetib kelganda ulgura olmaysizlar, qabrga kirib ketsa ulgura olmaysizlar. Shu ayollaringizga duo qilingizlar, o'lib ketsingizlar ulgura olmaysizlar. Alloh duo qilingizlar, jannatni so'rab olsingizlar, qabrga kirib ketsingizlar, yana unga ulgura olmaysizlar. Şu anılarınızların duasını elingizlar, Allah xolisa, çaşlarını tarab qo'yib beqingizlar bir qatim. Sizlarnikini 18 yil taridi, sizlar bir qatim tarab qo'yib beqingizlar. Geden qoqmağınızlar, anılarınızlarga vaqamağınızlar. Bir qatim emdirgen sütünün haqqını 70 qatim Mekke'de yudib apasınızdan tölek tutamaysizlar. Şunlaşqa her bir qarindishimiz fursatlarni ching tutayli, vaqtni ching tutayli. Mal saat hergiz keyniga cho'gilmaydi qarindoshlar. Bir soat o'tsa o'lim qabri bizga shunda bir soat yaqinlashdi. Bir kunlar o'tsa shunda qiyomat bizga bir kun yaqinlashdi. Qarangizlar, hozir qiyomatning alomatlari chiqib bo'ldi. Qiyomat yaqinlashganda, shunda kishilar, shunda bir toifa ayollar kimdir deydi. Ular shunda toyloqda kiygan kiyimni taqmaydi deydi. Kiymagandek turdi deydi. Hozir ko'chaga chiqib qarab beqingizlar, qizlarimiz shunda oyasiz bo'lib ketdi. Oldikayni ko'kraklari o'chib bilingan. Mana bu qiyomatning alomati. Qiyomat yaqinlashganda o'lim oshkora dedi. Mavi Yaponiya, Amerikaninki, dengizningki neftni bu ketib, nurg'un qushlar, jonliq narsa o'lib ketdi dengizdagi. Anandikin avun poyez partlab, yer tavrab, suv oqiti bo'lib, nurg'un kishilar o'lib ketdi. Jami o'tgan yili 13 qatim 13 davlatda 200 ne chiqardim, cho'ng kichik bo'lib, 8-9 baldan bo'lib, shunda yer tavrashlar ko'p bo'lib, nurg'un odamlar o'lib ketdi. Bu yer tavrashmi qiyomatning alomati. Angizdan qiyomat yaqinlashganda kishilar pochiq narsalar bilan uyda kishilarning ahvolini bilalaydi deydi. Ya'ni pochiq narsalar degan yofuna, biz shundan muntaqim yiroqqa ketsak, yofuna orqali sen nima qilsan, xamir yug'urotma dalolaydi opsiya. Mana bu qiyomatning alomati. Ondan qiyomat yaqinlashganda bola atsığı vaqıraydı, şunda balısıdak deydi. Özünün balısı qo'ygan balısıdak şu. Qarangizlar, hozir bum chiqib ketdi. Shunda bizning zalolatli o'g'illarimiz özünün mağlığa yolunu tapamay, atısı pul bermese, atısı urqoqdek bo'lib ketdi oş o'g'illar. Mana qiyomatning alomati chiqib ketdi. O'lim bizga shunda yaqinlashdi. Ko'p yillardan beri Allohning aslashdan mahrum qoldik. Ko'p yillardan beri otaning yaxshilik qilishdan haqiqiy yurgimiz bilan bir qatim ey ana, ey opa, sizga Allohning rahmati bo'lsin deb ko'ziga qarab turib duo qilishdan mahrum qoldik. Ash opamizga shunda bir duo qilib, yuziga mag'zi suyib olgan bo'lsak, nima yaxshi bo'ladi ya? Qabrga kirib ketganda qilolmaydik. Anandikin erlerimizga itoat qilaylik qarindoshlar. Erlerimizga olib qo'ymaylik, tillarimiz bilan azor berib qo'ymaylik. Agar ochiq kelib qolsa, yotqani beshimiz purkib olaylik, olib qo'ymaslik uchun tillarimizni tishlab olaylik. Tillarimizni tishlab olaylik, erlerimizga tilimiz bilan azor bermaslik uchun. Biza ochiq yongandan anandikin o'tirib, anandikin gapirsa Allah xolis tutudi uningga. Şunlaşqa her bir özünü musulman degan qarindishimiz özümüzü ıslah qilib baqaylik. Qarindoshlar, qarangizlar, ma doktorni holatidan tunaymiz, soqchilar kiyimidan tunaymiz. Bizlar musulmonlarcha ma'nonday musulmonlik kiyimimizdan tunaymiz Allah xolsa. Ma 1 metr lichaklimiz bo'sh narsa emas bu. Qiyomat kungacha davzaq parda bo'ldi bu.
Yani aş ko'chada ketib borgan qarindoshlarimiz qarab beqingizda ularning uchun musulmonlik belgisi yo'q. Bizning bamana ularning farz bo'lgan narsa yo'q. Bizning bamana Alloh xolsa musulmon bo'lganligingizga xo'shal bo'lingizlar. Alloh hamd sano aytingizlar. Yani qarangizlar, aşı saqchilar, aşı doktorlar maktablarda o'qisa, yo'g'on bir tamg'on desek kinish tutilsa, ular anondikin saqchi doktor bo'ldi. Biz musulmonlarcha Alloh xolsa o'zimizning qonun bo'lgan Qur'on Karimni o'qisak, ashning amal qilsak, Alloh xolsa anondikin musulmon bo'lamiz. Ash ko'chirib ketgan qarindoshlarimizdan shunda hidoyat topqining qancha yil bo'ldi desa, 10 yil bo'ldi, 6 yil bo'ldi deydi. Qur'on Karimda necha oyat, necha sura bor, shuni javob beramaydi shular. Qur'on Karimni bir qatam o'tib baqdingmi tarjimasi? Yo'q deb hayo qilmasdan, yo'q deb kulib turdilar shular. Ashlar musulmonmi? O'zining qonunini bilmasa, u qanday musulmon? Anondagi qarindoshlar ma parqiraqlarni o'zingizlardan yiroq tutingizlar. Alloh xolsa beyo'da taqallar parqiraqlarni chekmaymiz, kaymaymiz Alloh xolsa. Bir parqiraqning ostida 10 shayton deydi. Yani aşk ko'chalarda ketib qolgan shu qarindoshlarimiz lichaklarini elib, ko'ynaklarini silib sanab baqsin. Bir parqiraqning ostida 10 shayton bo'lsa, necha shaytonni beshig'i mindirib oldiki lichaklarga taqab. Necha shaytonni ustiga ortib oldiki ko'ynaklarining yonchiqlarga, yanglarga qadab. Necha shayton o'rab turdiki uni. Qarangizlar, Sura Ahzobning 57-oyatida Allah ve Allah'ın Resulünü rencitdiganlar, yani Allah ve Allah'ın Resulü çekilgen, yaman ko'rdigan ishni qilganlarga Allah cehennemde yakıldı deydi. Yani bu Allah'ın sözü endi. Allah sözlügüdür. Allah'ın sözü mehliki til ve ağız bilen emas, özüge layık Rabbis sözlügüdür. Kur'an-ı Kerim Allah'ın sözü. Yani Allah Kur'an'dan şunda dep oldu ya. Resulullah, Allah ve Allah'ın Resulü buyurganını kılmasan, o çekilgenden yansan cehennem taşlaymasın dep oldu ya. Onunki ma şeytan cennette qo'g'landigan chaq deydigan, ey Rabbim, sening to'g'ri yo'lingda o'tirman. Shunda odamni va odamning avlodlarini o'zim bilan bir cehennem so'rayman, ularni degandikin, ondan jannatimdan chiq, sen rahmatimda qo'g'langan holda jannatimdan chiq degandikin, shayton deydigan, ularni o'ldirmayman degandikin, Alloh ondan seni şeytanni ve şeytanning do'stlarini, yani insan ve cilladın bo'lgan şeytanning do'sti, şeytanga agashganlarni cehennem bilan to'ldirmay shular bilan degandikin, qarangizlar, o şeytanla va'da qildi. Allah Qur'on Karimda oshna va'da qildi, cehennem tashlayman şeytan ve do'stini deb. Rasululloh bir tal parqiraq ostida yaqinsa qilandi. Bir tal parqiraq ostida 10 şeytan bor dedi. Qarangizlar, mana chiqadi tafakkur qilib beqingizlar. Mani Rasulullah çekledi. Allah bolsa Allah ve Rasulullah çekilgen Allah'a cehennemde yakılma dedi. Şeytan bolsa Mevla'nın emrisini ozdurma dedi. Yani qarangizlar, endi aşu parqiraqlarni chigiyotgan, üstülürge artib olgan qarindoshlarimiz o'ylab baqsin. Ularda iymon bormikan zodi? Iymoniga yomonlik buyurmaydigan tursa, faqat yaxshilik buyuradigan tursa, hargiz bir kishi, hargiz bir mo'min musulmon iymoni bor holatda gunoh qilmaydi. Og'iz parqiraq taqashgan gunoh tursa, o ash gunohni o'zi Allah sınab qilgan tursa, ashnoda iymon bormikan? Tek musulmonlik da'vat qildi shu holiga. Qanday musulmon u? Anonikin aç digishni Rasululloh chekladi ya. Rasulullahning hadisida chechini tuguning lokisida tugib olgan ayol jannatning purg'in purolmaydi deydi. Jannatning purg'i 500 yillik musobadan purab turgan, ash 500 yillik musobaga yaqin bora olmaydi ekan deydi ayol. Endi o chechin tugib olgan shu sirtlarni qarindoshlarimiz tafakkur qilib baqsin. Ular iymon bormiki, anondikin shuni tafakkur qilib, shuni hukm chiqarsin ular shunda deb. Rasululloh bek so'zlaydi, Allah so'zlatganini so'zlaydi, Allohning izni bilan so'zlaydi. Har bir chechin tugib olgan ayol bo'lsin, qiz bo'lsin, o'zini jannat kiromayotgan deb hukm chiqarmassin ular o'ziga. Yani aşı çarş onda tuguvasa sırtdaki erlerçi, sırtdaki başka kişilerçi herkes onu tövbeyken süpürgüge demeydi. O yollarının çeçki evi deydi. Çeçini bilindir koygan tursa o. Nedim evret yapkalık bu sonu.
Şunlaşqa aş qarindaşlarımız özünü ıslah qılsın. Allah xalsa sıtlaq çıqqan dep qoyuңuzlar. Biz bilgen bolğandyki biz ana şundaqlarga Allah xalsa ulgu bolishimiz kerak. Biz bilgen bolğandyki Allah xalsa şu qarindaşlarımızga yetkizip qoyuңuzlar. Şeytanni dost tutmasın. Yani parqıraqlarni özüdün jiroq qılsın Allah xalsa. Çeçini tugub almasın. Amalları bekor bo'lib ketadi. Jannatga kira olmaydi. Rasululloh shundaq dedi. Rasulullahning so'zi rost. Allah xalsa yolg'on so'zlamaydi Rasululloh. Şunlaşqa mana shundaq kichik ishlarni kichik sanamayni. Ya'ni qalbimizga nima uchun qulub selinkidi deganda, ana shundaq chosh tugish, parqiraqlarni kiyish, otashi shundaq supran to'kib chiqqanda avrat yapmay chiqish, ana shundaq kichik ishlarni kichik gunohlarni kichik sanab qilaverganlikdan tama ko'l bo'ladi. Quvvatimiz uni 20 yildan beri quvvatimiz, 10 yildan beri shundaq qiyvatimiz, 6-5 yillardan beri parqiraqlarni o'zimizdan jiroq qilmay kelyapmiz. Choshlarimiz tug'vatimiz 3 yillardan beri o'tib ketdi. Ana mumkindan o'sha kunlar. Aş mümkündür beri qilavergandiki, yo'g'on bo'lib, torbining oldiga bir idishni qo'yib qo'yib sutdan to'sh ketganga o'xshash, qulib qaynib qalbimizga qulib selen ketadiganchu, anonkin oyat hadis shu ta'sir qilmaydigan bir doshqa bo'lib qolganmiz ondan. Anondikin ma qiyomat kunisi, qiyomat yaqinlashganda shunda bir to'yib kishilar qildi, ularning iymonlari galdan o'tmaydi deydi. Yani haqiqiy yurak tutashgan chog'da iymon hali kishcha bir qatam Alloh bizni yen chiqirib qo'ysang igilib ketgan bo'ladi. Lekin hozir tafsin tutib, mingni davatimiz, tumanni davatimiz, qana bir qatam ishqi huzur bilan Alloh sayt quvvatamdi shu. Unda ming qatam unda deganidan bir qatam Allohu akbar deb yurakdan chiqarsin uni. Bir qatam ming qatam alhamdulillah degandan alhamdulillah deb yurakdan chiqarsin. Haqiqiy Allohni madiyalisin. Anondikin tatiydi imanning lazzatini o. Ağzımızda deb qo'ysak jannat kirgan ish yo'q. Jannat kirgan chog'da shunda Alloh imonini sinash ustida shu kishilarning sayda qilinglar deb buyurilgan chog'da, shu chog'da faqat shu dunyoda Allohga haqiqiy iymon etib, chin yuragdan Allohning buyuk ekanligini, qudratli ekanligini, hech narsaga muhtoj bo'lmaydiganligini, faqat o'zining Allohga muhtoj ekanligini, Allohning o'zisiz bir daqiqa yashay olmaydiganligini, ana shunday his qilib, Allohni chin yuragi bilan, ishq muhabbat bilan shunda Allohga sajda qilgan kishilar sajda qila olgan chog'da, ammo Allohga shunda ota-onasi majburlab va yoki kishilar qilibdi deb turib qilgan andoq kishilar u chog'da ballar qitib ketirgan ularning voyda Allah saydı quvvatida mam saydı qilay deb do'ramchilik qilay desinchi ballari egilmaydigan ularning ana shunda iymoni yurak o'tmagan shunday kishilardan bo'lib qolmas uchun Alloh ko'p duo qilaylik, savab qilaylik unga Alloh xolsa. Nima uchun deganda Allah albatta savabsizmi berdi Alloh xolsa. Ammo savab qilsaqmi Alloh xolsa texmi yaxshi. Nima uchun deganda Maryam onamiz Isa alayhisalomning opasi shunda ey Rabbim chiloyigim ketdi degandikin dal vergandikin ey Maryam falon mahalliga borsang bir chilon daraxti bor, bir shuni ye deyildikan. Ondan keyin chilon daraxtini yana kelib chilon yana tursa ey Rabbim chiloyigim ketdi dal vergandikin ey Maryam daraxtni tutib chilon daraxtini shexini tutib manda silkisdan chilon tushdi, oshini ye deyildikan. Şunlaşqa sebep qilishimiz kerak shu taqvodor bo'lish uchun Alloh xolsa. Taqvodor degan joy namoz o'tasizlar, kechikdan namoz o'qisa, Qur'on o'qisa taqvodor bo'lmaydi. Haqiqiy taqvodor degancha Alloh xolsa birini bilib birga amal qilgan kishi olim, Alloh xolsa birini bilib birga amal qilgan, Allohdan haqiqiy qo'rqqan, Allohning rahmatini umid qilgan, har bir qadamlarini Alloh deb turib bosgan ana shunday kishilar Alloh xolsa taqvodor. Ya'ni bir kishining bir farqiroq lichigi bo'lsa, ishning oldiga kelganda ey Rabbim falon bir so'rinda shunda menga izning bilan oshkorinishimning og'zi bilan shunda farqiroqning ostida shayton bor degan shu so'zni yetkazgandan shu hadisni endi men elivtaydimi men farqiroq yo'q kiyaymi deb farqiroq yo'q lichang kaysa ana shu ayol taqvodor Alloh xolsa erishishdan
kirsa, domsib nalar qarab turmay, assalomu alaykum jibtolog'im, sizga Allohning rahmati bo'lsin. Siz sirtlarda bizni boqimiz deb, shunda taat ibodatlardan quruq qoldingiz. Alloh ish qilgan ishlaringizning hammasini yaxshilik mezoniga yozib etsin. Qiyomat kuni hisobingiz oson qilsin deb shu erining oldiga chiqqan ayol taqvodor Alloh xolsa. Yani aşı balası sırtdan kirsa, assalomu alaykum balam deb shu balası duo qilgan ayol taqvodor Alloh xolsa. Qarangizlar, ma'u duomu bir ibodat Alloh xolsa. Ad-duo muqbil ibodat deydi. Yani dua ibodatning bir turi deydi. Qarangizlar, insonning qilgan qilmishlari faqat o'lsin dedimi? O sizlar o'ylab beqingizlar, iriga aşı oldi turib duo qilsa, xushtabassum qilib erning oldiga chiqsa, ayol chiqishning munosib yaxshi bulandimi? Ha, mana qarangizlar, ma dunyolig'ingizga foydaliqa, oxiratda bo'lsa shu eringizga duo qilgandiki, sizlar farishtalar duo qildi, eringizga duo qilgan bo'lgandiki, eringizlar sizdan rozi bo'lib ketsa, Alloh xolsa jannatga bo'lib ketsizlar, Alloh xolsa, anan keyin ash duo qilganligingizda tufayli ibodat qilgan bo'lsizlar. Qarangizlar, qarindoshlarim, bizningki vaqtlarimiz shunda o'tib ketdi. Aşı peşinden keyin bizning 2 rakat namoz o'qiydigan fursatimiz batdi, tahoratimiz batdi, joy namozdan tushmay turib faqat 2 rakat Alloh roziligi uchun shukr namoz o'qib, tavba namoz o'qib, ey Rabbim, gunohlarimni afv qilgin, meni jannatlarning varislaridan qilgin deb duo qilib oladigan fursat batdi. 10 yil, 20 yildan beri o'tib ketdi u fursat. Asa 9-10 da tushligi. 1 soat, yarim soat vaqtimiz batdi. Etiz chiqib ketsa, anlarimiz, bolalarimiz maktab ketsa, uylarni tozalab, tomoq tayyorlab turib, yarim soat yoki 1 soat vaqtimiz batdi. Tahorat qilib, Allohga bir duo qilib olgan o'tib ketdi 20 yillardan beri. Vaqtdan keyin joy namozdan tushmay turib, dunyo ishlarimiz qilib bo'lgan vaqt bo'lgandiki, ashad 2 rakat namoz o'qish qodir bo'lamisak, Allohga muhabbatimiz bilan, Allohga yuragimiz bilan sajda qilib, qalb bilan duo qildigan, dardlarimizni to'kib olgan, bir kun kashdan tatgan dardlarimizni, aziyatlarimizni tatib, Allohdan jannatni so'rab olgan, arlarimiz bilan inoq o'tishni, qaynonamiz bilan inoq o'tishni so'rab olgan fursat vaqti shada o'tib ketdi 20 yillardan beri. Bolalarımızga duo qilgan fursatlar vaqti, bolamiz oyog'imiz akipasi, ey bolam, sizga Allohning rahmati bo'lsin, sizni diyonatlardan qilsin deb duo qilgan bir fursat vaqti o'tib ketdi 5, 6, 10 yillardan beri. Mana vaqtimiz mana shunday o'tib ketdi. Mushu vaqtdan chiq tutayli Alloh xolsa. Qarangizlar, duo qilsingizlar, bir jihatdan ibodat qilgan bo'ldingizlar, bir jihatdan hojatingizlar ravo bo'ldi. Ya'ni Alloh duo qilib hojatingizlarni davolsizlar Allohga. Yana bir jihatdan kishilar bilan bo'lgan munosabatingizlar yaxshi bo'ldi. Agar sizlar qaynopingizlar bilan yaxshi yutaydirsingizlar, har kuni satigin qo'pqan chog'ingizda assalomu alaykum appa deb shu bir salomni qilib qo'yingizlar. Rasululloh so'zligicha, ya'ni Rasulullohning hadisida bir kishi bilan bir kishining orasining yaqin bo'lishi, ya'ni assalomni umumlashtirsanglar orangga yaqin bo'ldi deydi. Yani arlaringizlarga attigini qo'pqanda assalomu alaykum deb salom qilib qo'yingizlar. Munosabatingizlar yaxshi bo'ldi Alloh xolsa. Ajrosizlar qiyomat kuni sitahay. Şunlaşqa har bir qarindoshlarimiz shunda bir oxiratlik chandallarimizni qarab baqayli, nimalarni qochildikki. Ya'ni ma dunyoda bir shahar ko'chman bo'lmoqchi bo'lsak, birinchi bo'lib yonchig'imizni to'mlaymiz pulga. Kiyim-kechak olamiz, og'zimizga bir narsa olamiz, uyga jobduqlar olamiz, osh urumchi chiqsam, mushun shirtiraman deb. Oyna bo'lgandiki, oxirat yurtig'im borgan bo'lgandiki, oxirat chamdonimizga bir narsa qochirayli. Ya'ni men namoz qiyomat kuni kiyim bo'ldigacha ustimizga. Ya'ni osh namozdan ko'p o'qayli Alloh xolsa. Duolarni ko'p qilayli Alloh xolsa. Duo degancha faqat joy namozini qilmaydi. Har qanday yerda, har qanday joyda, har qanday vaqtda duo qilsa bo'laverdi. Rasululloh hatto hojatxonada o'tirib duo qildi ekanda qalbi bilan. Tilini midratmay turib yurgi bilan duo qildi ekanda. Ashna duo qilaverayli Allohga, hojatimizni aytaverayli. Alloh yaxshi ko'rdi. Duo qilgan bandasini Alloh yaxshi ko'rdigan tursa, Allohga aqlab turib duo qilingizlar qarindoshlarim. Alloh aqlgan bandasini yaxshi ko'rdiga, ey Rabbim, men jannat ato qilsang-chi, ey Rabbim deb turib so'rangizlar. Rabbim ilohim, sen mening birdan-bir Rabbimsan, Allohim deb turibchi duo qilingizlar Allohga. O'tib bordi fursatlar qabrga kirgazsingizlar, so'rayolmaysizlar. Bir qatam astag'firulloh deyolmaysizlar.
Yani Estağfirullah degan, ya Allah günahı mağfiret kılın degan söz, ana şu sözlerini kabire kirip ketsek kılamaymiz. Şuңlaşqa aş fırsatlarımızı Allah halsa çıng tutaylı. Yani oylap yakınızlar karındaşlarım, şunda kabire kirip ketsek, bizlerni ata-analarımız, yoldaşlarımız taşlap ketse, balalarımız bizlerni taşlap şu kabre yalğız koyup ketse, o yerde bizlerge muğdaş küçü yok. Yani dostlarımız yoktu, yerden muğduşuduğun biz bilen, qoğdaydıgan yerimiz yoktu. Akıl tutuğun balalarımız yoktu, biz akıl aydıgan ata-analarımız yoktu. Şada özümüz yağız kalattık o. Hani şada yağız kalmazdıkın ibadetten köp kılınızlar, namazı köp okunuzlar. Avu Bamdat'ınki saat 9 olladacı okuyuverimizde 2 rakat şükür namazı, 4 rakat şükür namazı, tavbı namazı, 10 rakat. Allah has ecrinize alsızlar, Allah hasa Allah hiç nesin bika kıvatmaydı. Kıyamet günü hiç kimge zulüm kılmaydı. Allah kığa ameli tuşluklu berdi. Lekin savaplarımız ne uluğ Allah yattasidan yattizasigicha köp kılıvitirkeçi şu kişinin niyeti kata. Yani aştamaklarını etkinizlerde ey Rabbim senin razılıkın için bu şehrimde razı kılsam deyip mani niyet kılsınızlar. Hakiki Allah'ın yürgünüzle bilenizler şundan niyet kılsınızlar. Allah alsa niyetinizle karta 700'e sevap yazıldı geçiyor. Ama şunu fakat Allah'ın esnemezsin irim boyru değil bunu deptirip şunda mecburi yüzünde irinizler şunda yük bulup sizlerge şunda kılsınızlar onun sevapları kemik getirdi geçiyor. Mavu namaz okugan çağda avretini yepip, hicaplanıp namaz okup boğandikin yağlıkların, liceklerini elevetken ayallarını sanatçıydı diyeceğim ha. Yani sanatçılar sahneyi çıkkanda güzel kiyimlerini giyindi, sahnesini düşkesiyle özünün kemiki vardı, yani şular o ses sanatçıydı diyor. Ulanın sevapları kemikiydi. Yani ayal için en mühimi avret yepiş. Yani Resulullah'ın zamanında şuna bir koçidiki ayallarının ulanı ilim ve güneş teşkil edilen çağda bir ayal ya Resulullah benim hicabım yok dedi. Yani o giymemese bizim üçümüzdeki oğuşay köynek emez. Bütün beşidin tapınıqcan artıdığa hicabım yok dedi. Anladın için Resulullah hoşlandığı sonra dedi. Hoşlandığı girgenlikin o yok dedim. Bütün mahalleden sordu çıkmadı. Anamkin ya Resulullah bütün mahalleden sordum. Hiç kaysının artık hicabı yokken degenlikin. Uyun doldur dedi. İlim ögünüş parıza, ilim ögünüş ayın parız. Bir Müslüman yani insanın anısının kosuğundan düşkenden tatıp kabra degen düşüp kirgen kadar ilim ögünüş parız. Ma avrat yapışı parıza ama ma ilim ögünüştün mu bakarak ma avrat yapışı parız. Şunlaşqa avratlarımızı tuluk yapaylı Allah kalsa. Yani aşk karındaşlarımız, sırtlak, yürüpak karındaşlarımızga gap koyaylı. Yani ular avratlarını Allah ve Allah'ın Resulü buyurgan üstünde yapsın. Şunda aynak Allah'a verip karab baksın ki Allah ve Allah'ın Resulü buyurgan üstünde toştum ki şular kiyimleri. Nerede toşudu olan kiyimleri? Kendiden karşı köstü, nazır belleri, inçik kolları, kökrekleri bilinip dursa onun. Nerede Allah'ın Resulü şunda buyurgan ki onda avrat yapıp bağımız halsiz yapına böyle yüzümüzünü. Herkes onda akamaz. Allah ve Allah'ın Resulullah'ın zamanı gösterken dursa onun çıkaşkara. Saudi Arabistan'daki İslam devleti ayarla kandah yapardı avratını. Hatta üniversitenin çekkerlerimi sızgıçak yapırken, sızgıçak gidkenli içecekni. Kana bir yerdeki Müslümanlarımız özü Müslüman davat attık o. Biz aşağıdan bir din deydik o. Acaba bunlar ondak gitken, biz bundak gitkenmiz o. Bunun sebebi ne? Şunlaşqa, bunun sebebi fakat bir. Bizim imanımız aciz. Düşenmeyivatımız biz mani. İmanımız ulan biz hakiki düşünemeyivatımız da İslam dinini. Paris ahkamlarını da tikidin kötülep bilemeyivatımız. Şunlaşqa harförlerimiz, özümüz Müslüman diye işkenimiz, Allah'ın razılığı için ilim ögüneyli. Şu elhamdülillah bir günde 32 katta 32 rakat namaz koşumuz yok. Şunun tercümüzü tepet kılıp depramayımız şunun tercümüsünü. Kana şu Müslüman mı? Kança ayet, kança irbadisi depramayımız şunu. Kana şu Müslüman mı? Bilvalaylı karındaşlar, Kur'an-ı Kerim'de 114 sure 6666 ayet var. Bilvalaylı bunu. Anındaki sure Fatiha 7 ayet.
Yani aş elhamdülillahi rabbil alamin degan aş bir oyat içerisinde bir kitap çıktı. Yani elhamdülillahi rabbil alamin degan şerhlesek barliq hamdu sana alemlerin parvardigori Allah xosdir deydi. Yani barliq hamdu sana degan asmanın üstündeki farishtalarning Allah hamdu etsi, tasbih etsi bo'lsin. Zimin üstündeki qurut qung'uzlarning, nefit, tumur, tupa taşlarning Allah hamdu sana etsi bo'lsin. Asman zimin o'rtasidagi barliq say ko'ktatlarning, mevchilarning, dal daraxtlarning, gul giyohlarning Allah hamdu sana etsi bo'lsin. Uçar kuş can canavarlarning Allah hamdu sana etsi bo'lsin. Yani hatta dengizdeki sularning Allah hamdu sana etsi bo'lsin. Daryo dengizidagi barliq jonliq va jonsiz narsalarning Allah hamdu sana etsi bo'lsin. Hatta taşlarning dengiz ostidagi eng cho'nqur qatlamlaridagi taşlarning Allah hamdu sana etsi bo'lsin. Yani ana shunda barliq hamdu sana olamlarning parvardigori dedi ya. Osmonning ustidagi olamning va zimin ostidagi olamning, osmon zimin o'rtasidagi olamning, mashriqning va mag'ribning parvardigori bo'lgan, jannatning va do'zaxning parvardigori bo'lgan, fani olamning va boqiy olamning parvardigori bo'lgan, hammadan ulug' va qudratli, hammadan buyuk, hatto farishtalar saf-saf bo'lib sajda qilib tasbih aytadigan, shunda hammadan ulug' qudratli shu olamlarning parvardigori bo'lgan Alloh xosdir deydi. Mana bir oyat shundoq sharhlasak, shunda bir kitob chiqdi-da buni. Lekin osh oyatning tarjimasini dapsa, shunda majburiy shunda namozda o'qib ketamiz. Pilotning o'qiday chiqib ketadi og'zimizdan. Yurak ta'sir qilmaydi lekin. Qana endi imonimiz yurak tutibdimi? Aşağıda Allah'ın kudretliğinden, ululuğundan, büyüklüğünden Allah size yüreklerimiz kütüramayı kesulattı, jığlap kessek ulattı aşağıda. Az bir ayet okup kettikten secdeyi verip ilgilip kessek ulattı. Lekin nadında huvatıdı, namazımızda dünya işini kılallayımız. Kana imanımız yürek tutuştu mu andi? Biz Müslüman mükemmeliz. Şunlaşka her bir Müslüman özünü ıslah kılış gerek. Bolup mu biz ayarlar cemaati, karandaşlarım ilim ögününüzle, avratlarınızla Allah buyurgan üstünde yapkan dikin ilim ögününüzle, sizler ilimlik bolsunuzla Allah kalırsa, erlerinizle ve ballarınızla ilimlik buldu Allah kalırsa. Ne için degende ma ayal bir örde bir kadar mühim orun turdu geçiyor, ma ana balının tuncu okutusu buldu geçiyor. Adı qaraganda balla bek anılağı bek amrak emas mı? Şunlaşka her bir Müslüman ayol ilim öğrensin Allah kalsa. İlim öğreniştirişinizde ilimni fakat ustaz tutlu öğrengili emas, öyde oturup ilim öğrengili bulduk kırındaşlar. Tefekkür küpekınizde, bunda boş kalan vaktinizde, şunda asman tikilip qarap yakınızda, kaytı nazar taşlap yakınızda, Allah'ın kudretini köreleysizler. Yani asmanda bir tal tüşük yok. Ya şutu yok, ya eski olgan joyni ko'rolmaysizlar. Allah muallaq holatda 7 qat osmonni shunda muallaq holatda turg'izibdi. Allah bek qudratliga turg'iza oladi aynab. Anandaki sizlar o'ylab yaqingizlar, tafakkur qilib yaqingizlar, ma zimin shunda Amerikaga barsingizlarmi, o'xshash tuproq, ma Jungoga kelsingizlarmi, o'xshash tuproq. Lekin qarab yaqingizlar, shu bir xil tuproqdan daraxtlarning turlari har xil, gullarning turlari har xil, qo'g'in, tovus, olma-nash, shang'jo'zi, juza deb sanab ketsak, mevalarning turlari har xil, bisak, chunsak deb sanab ketsak, ko'ktatlarning turlari har xil mevalar, har xil dal-daraxtlar, har xil o'simliklar chiqadi. Bir xil tuproqdan ana shundoq nurg'un narsalarni chiqara oladi Allah. Tefekkür qilingizlar, maqulingizlar qarab yaqingizlar, bir uyga, 2 uyga, 3 uyga, 4 uyga, 5 uyga, maqoltig'ingizni 6 uyga. Qarangizlar, ma qo'ylarning kichi undaq emas, lekin qo'ylarning manda bormog'i yo'q, mundaq turliga ularning. Lekin Allah shunda bizning rahmat bilan ma qo'ldirimiz ishiltolaydigan qildi. Qarangizlar, Allah rahmat emasmi bu? Qarangizlar, ma ko'zingizda, kayningizda bo'lib qolganmiz, qancha hissat to'p qoladi-to'qa. Chechimiz bo'lmay toz bo'lib qolganimizda qancha hissat to'p qoladi-to'qa. Ma qosh go'zallikka bu. Ma qosh go'zallikni insonningki go'zal bo'lish uchun ma qosh bo'lgan-ku. Mush qishimiz bo'lmaganmiz, qancha hissat to'p qoladi-to'qa. Ma burnimizning teshigini ichida tuklar aka, osh tuklar,
o tupunu tosarkenço burnumuzdan qaqaş çıkıdı. Ani şu qaqaşda tupkenço mikropga, aş mikrop tosaş rolu varken manonço. Aqarağızda muşu tük bolmagan bolsaydı 3 güngacha top sımırıp ülab o'qiydik. Aqarağızda yana şu makrozlarınızları kirpiklerime tupun tosaş, şamal tosaş rolu varkenço. Ma kulaqlarınıza qarab yaqızda, ma kulaq ya qattiq emas, ya yumshoq emas, yostiq jimtaq yumshab turdi, qopsaq jimtaq turdi. Agar mush qattiq qolgan bo'lsa, yostiq taqishadi, ma go'sh qolgan bo'lsa, qopsaq sengilib oladi bu. Allohning qudratli. Allohning rahmati cho'mikan qarindoshlar. Alloh bizga muhtoj ekan. Hargiz muhtoj emas, Alloh bizga qilganlarimiz faqat o'zimiz uchun. Şunlaşqa, muşu özümüzün, Allah bergen güzel tanrımızın dövzaq otul düşüp ketmezlik üçün Allah'ın cenneti köpürək soranızla. Allah dua qılıveringizda etdigenden keşkican. Cenneti bergen depçün soraveringizda Allah'tan ziri qalmaydı Allah. Allah emisinde rahmet egisi. Dua qılıq üçün tağı yaxşı gördü Allah. Anondekin qarindaşlarımız her birinizga Allah rahmet kılsın. Sizga Allah rahmat qilsin. Siz mush so'rindan qanday taassurot oldingiz? Nima bildingiz bu so'rinda? Jannatga kirishning oson emasligini, avrat yepishning muhimligini, ota-onamizga o'rgilishning yaxshi emasligini, yaxshi emas gunohligini. Allah rahmat qilsin. Cho'ng nas tutibsiz. Allah rahmat qilsin. Mushning amal qilsin, umringizga yetkazdi. O'zlarining foydali. Onlarımızın yaxşıdırdılar. Yaman yakmayı ondan yakılır. Özümüzde. İşindiğan, yalan sözlemey. Takva bulup. Allah rahmat qilsin. Menga eng cho'ng ta'sir qilgan yerim shu ota-onalarni hurmatlash to'g'risida. Men ba'zan ochig'imga qasrasin sen baqiraydigan o'g'il shunday pushaymonga ketdim. Alloh gunohlarimni mag'firat qilsin. Amin. Allah rahmat qilsin. Anondan keyin qarindoshlar, bolalarimizga sulh muomala qilaylik. Ular sen demayli, nindab sen deymiz. Ular nim gunoh qilgandir bizning oldimizda. Bir chiroyli o'g'illarimiz tursa, ular degan islomning ummati tursa, nindab sen deymiz. Alloh xolis keyin cho'ng bo'lsa, shir azimatlar bo'lgan tursa, mujohid bo'lgan tursa, Alloh xolis nindab sen deymiz. Chiroyli qilaylik. Sizlarni o'g'illarimizni qizlarimizni boshqalarning oldida andin shu qizlarimizning, bolalarimizning, o'g'illarimizning, erlarimizningki aybini oshmaylik. Biz ularning bir aybini aytsak, Alloh dunyo oxirat bizning ming aybimizni aytib, rasvo qilib etadi bizni kishilarning oldida. Şunlaşqa bollarimizningki aybini aşmay kishilarning oldida maqtab turaylik. Albatta yolg'onni aytmayli, bollarimizni aybini aşmayli. Bolamiz boshqalarning oldida xato ish qilgan bo'lsa, "Ey bolam, bundoq qilmang" deb chiroyli gapirib, o'yga olgandan keyin otasimi bo'lmasin, o'qidirmas singlisimi bo'lgan hech kim yo'q yerda elimiz tortib qilib, kuchimiz o'tkazib turib, cho'p-cho'ng bo'lib qolsa, bag'rimizga besib olaylik. Atogin kit qoldi boshqalarning o'ylariga. Atogin kit qoldi Allohning dargohiga. Yosh bag'rimiz besib turib, "Balam, bundoq qilmang. Manda qilsangiz yaxshi bo'ladi, balam. Alloh yaxshi ko'rdi. Bundoq qilsangiz oyasiz bo'lib qolsiz, kishilar sizdan bizor bo'lgan bo'lib qoldi. Manda o'gining adab axloq bo'ling, balam." deb bunda chiroyli gap qilaylik. Kishilarning oldida to'lib voqirab, tullab, ularni aybini aytib, bunda so'kmaylik bolalarimizni. G'ururva kichik balg'isma, hatto 5 yoshli, 7 yosh bolalarimizga to'lib voqirmaylik, namoz o'qing deb chiroyli gap qilaylik. Namoz o'qing balam. Asrning vaqti kirib qoldi. Namoz o'qib, o'ynayavering deb chiroyli gap qilgan bo'lsak, "Ovi bir maqol tamsilda ma o'g'illarda ishnursang igisi qarab" deydi. Ya'ni bolalarimizni biz haqning oldida o'ynab qotib bersak-ku, haqmichi tipidi, bolalar ko'z gilmaydi. Sen otang voqiraygan bo'lganki, bizning qoqimiz qondoq deb urishidi. Oqidan yine o'zimizni yurak barsuganki, o'zimiz yurg'og'iydi osh bolaga. Aziyatga chidamaymiz-ku. Anondan keyin har birimiz shunda bolalarimiz bak yaxshi ko'ramiz. Osh bolalarimizni bir oy hatto bir kun yanimizdan ayrilib ketsa, chidamay yurak bag'rimiz kuyib ketadi. Shu bolalarimizni ko'rgimiz kelib
Şunda yaxşı görgan bolgandaki şu balalarımızning davzaq tushib ketadigan, aşında nimlarni tayaqib bermayli biz. Yani kıyamet günüsü bunundan çok ayrılış var. Kıyamet günüsü şu balalarımız kaçlar sebepçi bop bersek ayrılıp gitimiz. Balalarımız cenneti biz devzgı bop kalsak köramayımız ulanı. Ya biz cenneti şu balalarımız devzgı bop kes köramayımız şu balalarımızı kutkuzamayımız devzaktın. Ayna boğandaki balalarımızga İslam dinini sat gözetmeyli. Biz özümüz sat göz koyup şununla bizar bop ketdi ma balla. Namaz okuydusu başları ağrıydı, taharat aldısı uğuylap degen. Aşına gitidi, aşının sebebi özümüzde. Qarağızda qarındaşlarım, mana bayat deme, insanın qığa qılmıştır fakat öz üçün dep. Sizler 5 vaqt taharat alsınızda, en asan meynat buluduğun, yüzünüzde pak buludu, en asan meynat buluduğun, kulunuzda ceynek bıçak pak buludu, en asan meynat buluduğun, kutunuzda pak buludu Allah kalsa. En asan mikroplandıgan, avretlerinize pak buludu Allah kalsa. Qarağızda selamet bulusuzda Allah kalsa. Yani aşı Resulullah'ın hadisinde, ey sahabeler, şunda bir kişinin aldıda, bir kişinin üyünün aldıda, şunda bir derya bolsa, ya su çımıldıgan, juyunduğun bir kölçek bolsa, şu kölçekte bir kişi 5 katım juyunsa, onun kir meynatçılık kalamdı o degenlikken, ya Resulullah kalmaydı, o pakiz bop getiyordu. Bir günde 5 katım juyunsa, kandağın meynatçılık kalsın onunda dedi. Anondikken, ana şu bir günde 5 katım, 5 taharat elip, 5 namaz okugan kişininki günahları şundan mağfiret bu kişidikiyaçu, anısıdın tuğulgandaki parçasıdaki Allah kalısıçu. Anondikken, muş erlerimizninki 5 namaz üstep durup, uşur zakan acırtıp durup, kıgan barlık amelleri ibadet yetiştirkiyaçu, hatta ayalı bile ahkutunçılık kişilen kısım şum sadika bop yazıldikiyaçu, hatta balısı bir moytem pul basma, aşım sadika bop yazıldikiyaçu. Mana Allah has, Allah'ın rahmeti manım şundakken, ma ayallama, şunda erinin kırlarını jüyüp berse, aşağının günahları tökülüp getirkeçi Allah halsa. Ballarga, şunda erlerge Allah razıylık için tamak etberse, tamakını yapıgan için Allah ibadet kıldıgan buğan ki, Allah'ın sevabı yazıldıkeçi Allah halsa. Şunlar karağınızda, bizden sevaplar degen bizi tutup durgana, lekin aşını düşünamayvatımıza, aşını düşünüş için özümüz sebep kılaylı Allah halsa. Her bir özlü Müslüman diyen karındışımız Allah kalsa bugünden tatıp sanap baksın. Bugün 3. ay uçup olgan bolsa, kiler ili 3. ayının uçu gideceğim. Yoki olmasa onundan keyingi 3. ayının uçu gideceğim. Bir kıtım Kur'an'ın tercümesini ötküze alamdı ki ya. Şunundaki ayetlerini bir kıtım okup tefekkür kıla alamdı ki özünü bir ıslah kıp baksın. Eğer yani şu yılda hatta ki bir ömürde bir kıtım ötküze almasa, aş özünü Müslüman deyiş ki yüzü çıdamdı ki. Şunlaşka her bir karandaşlarımız özünüzden ıslah kılınızda Allah kalsa. Küçük kişilerden tatıp ıslah kılınızda. Çaşlarınızdan tügmenizde, parkıraklarını keymenizde, özünüzden şeytanını artıvamınızda, beşinizde Allah kalsa. Ballarınızda var kırmanızda, atanınızda yaxşılık kılınızda. Mao kızlar cemaati Allah kalsa, anılarınızda köp yaxşılık kılıveriniizda. Baya dedim, şu anılarımız bizni 18 yıldan bu yan, şunda poqsudigimizde adalat, keçileri şunda uxlamay, bir qarindishimiz barken balısı keçisi yatmayırken. Keçi saat işikki gideceğim, tukka oturduğun gapke aylık qarindishimiz. Hatta onday kısım uxlamız yok ki. Gündüz yani dünya işin kılken qarağınızda, oşu bir balısında keçer, gündüzü erinin kızıntın kısa, öyşin kısa, keçi için uxlamay çıkıdaki aylık qarindishimiz. Qarağınızda anılarımız bizi şunda capadı baktı ya. Şunda capa bek çoğun kıldı, şunda anılarımız bizi şunda köp jüyüp koydu, kırlarımız jüyüp koydu ya. Bizni meynat baskızma şunda çoğun kılgandı, lekin biz bir kıttım jüyüp koyup baktık mı anımızını. Oylap bakaylı, anımız bizim çeçimiz günde örüp koyattı, tarap koyattı, ama biz bir kıttım tarap koyup baktık mı, gün çok hakkının uyup kessiniz için, uyunuza keminize tesbih olgandı ki, mavu anınızlarının koyundaki vaxtınızda da, şu anınızlara köp yaxşılık kılıverinize Allah kalsa. Yani şu anılarınızlarga ölüm yakınlaştı. Yani ulanın günleri ötüp git bardı. Yani hem de ula ölümge qarap mаңды, qabriga qarap. Ayna bolğandı ki biz yaş bolğandı ki, apamızdan qo'ldagi ishni elib, "Voy apa, men berib tahorat elib, Allohga 2 rakat namoz o'qib, Allohdan jannatni so'rab eling apa."
Voy apa, ma go'shtni yeng. Siz yemay, ichmay, kiymay beqib ekansiz bizni bolam deb. Endi sizni yeng apa, umringizning oxirigacha bolam deb yemab ekansiz. Endi yeng apa deb qochsiq go'shtlarni sep qo'yingizlar bir qatim. Yub qo'yingizlar bir qatim kiyim kiyish nafsingizdan kechib, apa jinim bag'rim apa umringizning oxirigacha bolam kiysin deb o'tib ekansiz. Bir qatim kiyib beqing deb, bir qatim nafsingizdan kechib kiyim apingizlar shu apillaringizga Alloh roziligi uchun. Şu atlarınızda dua kılınızda biz balla ayolları issiq qo'yda o'tgan chog'da qishni qishtimay so'qlab to'nglab tutirib shunda biz boqimizda jopatatganti ular biz uyda o'tarsaqchu yozlarda shunda talab pishib qordab shunda takning etizning ishtiroq qilib qayrib ketdi choshlariga oqsanjidi yuzini qo'riq bosdi. Ani shu atlarınızda ishdan kirganda assalomu alaykum ata deb shu salomni qilib qo'yingizlar. Yani o salam ata sizni davzaqdan Allah panoh qilsin degan ma'no bo'ldikan. Yani o salamni qilib qo'yingizlar Alloh xolsa. Duo qilingizlar shu otingizlarga. Sizlar shuncha ko'tirib ketganda, sizlarni bir qatim ochsingizlar birlashib, oklar birlashib ko'tirib qo'yingizlar shu otingizlarni. Qo'shol bo'ldi umrining oxirigacha yoddan chiqmaydi. Sizlar bir qatim ko'tirib qo'yingizlar shu otingizlarni. Shunda jopatat o'tketdi. Bolam deb ibodat qilgan fursatlar o'tketdi ularning. Bizni boqimiz demagan bo'lsa, shunda taqvoda diyonatlardan bo'lib ketadi Alloh xolsa. Bizni boqimiz deb o'tketdi shu dunyo ishlariga mashg'ul bo'lib qoldi. Shunga endi bo'lsin Alloh xolsa, endi bir aql egalari bo'lgandiki hammamiz Alloh xolsa mush yosh bolalar shu ota-onalarimizga ibodat qildigan fursat yaratib beraylik Alloh xolsa. Şu anılarımızga ibadet kıldıgan, secde kıldıgan, Allah'tan cennet so'raygan fursat yaratib beraylik Alloh xolsa. Hammangizlarga Alloh rahmat qilsin. Agar ketgan so'zlarimni afv qilingizlar qarindoshlarim. Insonning amal qilmog'i bak tas, ya'ni biz bak ojiz bo'lganlikdan doim bizni yo shayton ozdirib yoki nafsimizga qul bo'lib, shunda biz ezib ketirganmiz-ku. Ya'ni man nafsini Odam alayhisalom yaratishdan burun nafs yaralgandan keyin nafsidan ulug' Alloh sen kim, men kim deganikin sen men deb turib oldi-ku. Ondan keyin uni 1000 yil o'tda ulagandan keyin sen kim, men kim deganikin sen men deb turib oldi. Ondan keyin 1000 yil qaynoq suv tavlagandan keyin sen kim, men kim deganikin sen men deb turib oldi yana. Ondan keyin 1000 yil och qo'ygandan keyin uni sen kim, men kim deganikin sen Rabbim, men sening quling derkanchu. Ya'ni men nafsi ochliq chidamay ekan buchu. Ya'ni Alloh roziligi uchun yilda bir qatim nafl ro'za tutib qo'yingizlar. Albatta farz ro'zani gadingizlardan tugitib Alloh xolsa. Yani bir qatim bir kun Alloh roziligi uchun nafl ro'za tutib qo'ygan kishi bilan davzaqning olg'i 70 yillik qo'rak bo'lib ketdi deydi. Ko'ydiramaydi deydi elqot. Faqat bir kun juma. Şunlaşqa Allah razılıq üçün şunda roz qoyunuzda nefsinizdə qul bo'lmangizlar Allah xolsa. Yani buna man nefsi degan maya şu, aql degan maya şu. Allah nefsimizning ustiga aqlni qilib beribdi-ku. Yani nefsimizni bo'ysundirib turgandik, lekin biz yana aqlimizni ishlatmay, ma aqling nurangi tushib qoldimi degan gap mana shu. Buna ma aql deydi, ma yeymiz, ichimiz degani ma'nodaymiz, kiyimiz degani ma'nodaymiz. Ana shularning hammasi nafsiy kirkitidir. O'y yasayma degan endi mush tilimiz bilan qildigan bo'lganiki, tilimiz bilan ashna gapdan qildigan bo'lganiki biz ashlarning hammasi nafsiy kirkitigachu. Ana shu nafsingizlar bilan jihad qilingizlar. Ya'ni Rasululloh shunda sahobalar bilan ey sahobalar jihad tayyorlik qilinglar deganlikin sahobalar ya Rasululloh ayollarımızdan, mihbar suyumlik ayollarımızdan voz kechib, qadrdon bolalarimizdan kechib, yurtlarimizni tashlab, issiq qo'ylarimizni tashlab, shunda urushlar qilib kelgan to'q. Ya Rasululloh, buningda meg'ir jihad bormi degandikin. Bor. Ya'ni o nafsingizlar bilan qilgan jihad, ana shu nafsingizlar bilan jihad qilingizlar degan. Yani aş nefsingizlar bilan jihad qilingizlar Alloh xolsa. Kiyimlarni ozroq kiyingizlar Alloh xolsa. Yani aş bir qo'r kiyimni shu dunyoda kiyiversingizlar, qiyomat kiyimingizlar ozlaydi.
Tişemsizler qarındaşlarım, qiyomat günüsideki ipəkdən boğan, altın zünnətlərdən boğan, məngü çirib ketməydiğan, üstümüzdən məngü ölünüb ketməydiğan, kirbop ketməydiğan, məngü baqi qalıdığan, anısında güzel kiyimlərə, ma dünyalıq tatlı yırtıb ketadigan kiyimlərini tişemsizlər. Azıraq kiyimlərini qarındaşlarım. Aş kiyimlərini kiyişinin ornuğa qarındaşlarım, şu yetimlərinin beşini sılap qoyunuzlar. Rasulullah hargiz mən bayının yanında demegəndi. Qiyomat günüsü meni baylarının arasını tapamaysizlar. Mən yetim miskinlərinin arasında meni şəhədim tepinlar degəndi. Aş yetim qarındaşlarımız şu, yılda bir qur kiyindim kiyamay oturduk, işte üydün teşev çıkamay. Erleri şunda Allah razılığı için ölüp ketkendi, türmüler kirip ketkendi. Aş qarındaşlarımız Allah razılığı için yoxlap koyunuzlar. Nefsinizlerden keçip, acaba birbirine mundası vakti var şu karındaşlarının ne için aşk karındaşını, İslami dini karındaşını ne için yoklap koymaydı Allah razılığı için. Çamdan toşup gitti kiyimleri, ne için birer kul kiyimini Allah razılığı için nefsinden keçip, hani şundan karındaşlarımız sadik kılmayımız. Resulullah yerimtal formunu sadik kılıp olsun mu, cenneti soradaydı. Yani bir 13 yaşlı kız dostu bir tal ürük berip dikendik. Şu ürüknin şunda yigisi kelip anandıkken aklını tepip ben apamı beray dep apsın kulağı tutuzup koyup ey Rabbim muşu nefsinden geçip muşu ürükni apamın kulağı tutuzup koydum. Sınıldın cennetki sop serif kop ketken yuğayğın yassam kopsam tursam aldığımı kılıdığan aş ürüklerden sorayım sinindin de cenneti sorulaptı. Karağınızda 13 yaşlı kızlarının aklayım avucumu bizden işlemeyvatıdı şununla. Yani aş kılgan her bir işlerimizde Allah'ın cenneti soraylı. Meyli erlerimizge taam berayli yoki haqqını ada qilayli yoki kirlerini jüp berayli yoki bir eg'iz söz qilayli. Her bir işlerimizde duanı özümüzü mücessem qilayli Allah xolisa. Dua qilsak bir jihatdan ibodat, bir jihatdan hojatimiz ravo bo'ldi. Yine bir jihatdan qiyomatda Allah xolisa ajrini olamiz. Hammangizlar afu qilingizlar, gapirmay og'ir ketgan bo'lsa. Uni deb bermay, bir narsani deb beray. Allah riyodan saqlasin. Shundaqki, men opamni bak yaxshi ko'raman. Opamni birchiday ko'mirna qirgicha ko'gim kelib ketadi. Bir kun bir yoy chiqib ketsam, bir opamni bag'rimga besib olsam, yuraklarim ezilib ketadi. Atrofini shundoq oylanib yurib, suyib turib, shundoq opamni bak yaxshi ko'rganligimdan xafa qolsa, kuldirib atrofdan ketmayman. Shundoq bir chiroyli tutilib qolsa, kitirib suyib ketman opamni. Shundoq qo'saqlarni silab, qo'llarini besib ketman. Allah riyodan saqlasin. Shundoq kimrog'a chiqib ketsam, shundoq siga chiqib ketsam, muzlab ketgan putirni, yuzini silab ketman opamni. Şu opamni yeb qo'ysam, opam kasal bo'lsin, yig'lab ketadi, ko'zlarida taramlab yoshlar oqib ketadi. Yani men opamni ana shunday yaxshi ko'raman. Allah riyodan saqlasin. Allah shunday muhabbatni sep qo'yibdi opam bo'lgan. Ammo ki men shuni his qildim. Men bir bola bo'lish kutim bilan ashunda opamni shunday yaxshi ko'rdikanman. Opam meni tug'ibdi 9 oy 9 kun qo'sovga ko'tirib, jinim bag'rim yurak poram deb turib, kecha kunda uxlamay shunday biqjon qilibdi. Ash opam meni qanchalik yaxshi ko'rar ha deb buni o'ylayman. Shunda opam kasal bo'lganlikdan o'yda chatoqlan chiqib qo'ydi doim. Ammo ki shunda opamga varqirash ideyalim ko'nglim shunday kelgan chog'da tilim bo'lmaydi opam varqiraygandan. Opam bir qitim shunday sen deb qo'ysam, opa kechiring rozi bo'ling deb yeniden duosini olmoqcham. Opamni Allah rahmat qilsin deng opa. Allah gunohini mag'firat qilsin deydim opa, jinim opa deb atrofdan duosini olmoqcham, ketkim kelmaydi. Yani otamni bak yaxshi ko'raman, ammo otam Allah xolsa aqli qilib tushunib qoldi, ammo haqiqiy hidoyat topmagan.
Allah riyadan sağsın, atam beni şunda urup gitti, çıllap gitti, bu yolda mağmağın dep. Lekin ben atam dua kıldım. Ey Rabbim, muş atam ömrünün ahırgıca, şaşırıp ahırıp gitti. Sen tüstürdü şunda hayır göründü atam. Ey Rabbim tatkan çapalarını sen bilip dursa. Ama dünya ahiret farkı etmekin ey Rabbim. Bu dünyadaki harzatçılığı, hani şu dünya işe meşgul bulup çapa tatış bolsa, kıyamet günü cehennemde cezalımın atamını dep. Allah köp dua kıldım Allah olsa. Allah riyadan sağsın, Allah razılık için, ey Rabbim, ezip ketkim yok, menimi cennetlerden bolğun badep. Allah riyadan sağsın, bir yıl oda farz rozamını tuttum. Anan dikin Allah riyadan sağsın, bir yıl oda nefs roz tuttum. Anan dikin Allah riyadan sağsın, Allah kalplerimni takva kılıp koydu. Şunda her bir işlerimde, her bir kademlerimde, her bir sözlerimde, uluq Allah nesleydiğen, Allah'ın gazıdan korkuduğun bulup kaldım Allah olsa. Yani karındaşlarım, yani ben boyadım, şunda bir sizler yapınızlar, şunda amrak, aş yapınızdan bir gün kömsünüzle çıdımaysızlar, bir yıllap kömsünüzle çıdımaysızlar. Yani sizler bala durup apınızda şunda aşk dikra boğayada, apınızda sizler kançilik aşk dikradu, aşk apılarınızdan cenneti bolsun desinizler Allah halsa, avratlarınızdan Allah buyruğan üstünü yapınızlar. Yani aşk bir anının üç kızı bolsa, aşk üç kızını Allah'ın tanıdığın, Allah'a boysunduğun, Resulullah boysunduğun tarbiyelep koysa şu ana cenneti dedi. Yani iki kızı bolsa, bir ayağının iki kızı bolsa, şu iki kızını şunda Allah'ın tanıdığın ve Resulullah'ın tanıdığın, Allah ve Resulullah iştahat kıldığın kız tarbiyelep koysa, şu ana cenneti dedi. Yani biraz sahabi kılıp, ya Resulullah bir kız başlıyor digenlikin, o marşundak tarbiyelse, o mu cenneti dedi. Yani şu anılara Allah kalsa, küçüğünüzlerinin yetişçe silrahim kılınızla, anılarınızla hargiz vakırmanızla, alaymanızla. Anılarınızdan koldaki işini alıp, apa ibadet kılın da durunuzlar. Allah olsa tapsızlar, oylap yakınızlar karındaşlarım. Sizler hazır kız boğununuzla bilen bir günleri, sizlerin toyqu, sizler ballarınızla buldu. Şundak ki ballarınızla sizlerini, şunda sizler yuvarqırsa, sizlerin kancılık köngünüzle kiler. Bir günüz biz mi anı bulumuz, şunda çoğunlarımızı, şunda hürmetlerimiz deyimiz yok, aş çoğunlarımızın miskin qalan kalıptırga birer qıtım muhabbetli sözlerimiz bilen aşla bilen mundu şayli demeyimiz karındaşlar. Aşla yalğız bir bulundu kaldı. Özünün ciptaları gitip kalğanda Allah'ın dergahıga mundu çıdığan dostu yok biçarının kanının bir burcuga oturup ketken kelleleri yakarı bolmağan aş anılarımız bilen mundu şayli karındaşlar. Ular şundak miskin öz yağız qağanti Allah razılığı için hoş kılıp duasını alayla karındaşlar. Ularının şunda bağrı yumşaq buldu ki Allah'ın rahmeti bilen aş apılarımızga bir kıttım yüzü suyup koyup yakınızlar kaynapısı bolsun mu? Kançılık təsirlənməyir ki Allah olsa. Sizler oylap yakınızlar karındaşlarım. Sizlerin kızlarınızla baduma kaynap opqağanlar. Aşk kızlarınızla öz bilmeydiğen, ezelden kör baxmağan, ezelden tunmaydiğen şunda bir yat bölge, şunda kilin bop kirdi. Sizler aşk kollarınızla şu kilinni şunda harlısınızla, şu kilinin opusqancık azapın kitte, gece gündüz anısının közüge uyuk gelmeydi o biçaranının mın dat, mın pişayman kıp gitili şu balığı bəgəllikdin, sizlerki kilin kıp bəgəllikdin. Yani şunda pişayman kıldırıp etmenizle Allah halisa. O kilinlerin askeri yoktu Allah halisa. Beş namaz okuydu, agar okumuz çıraylık yapılığınızda Allah halsa. Avırtını yapattı, agar yapmasıyan çıraylık yapılığınızda Allah halsa. Aşk kilinlerle inak ettiğinizde Allah halsa. O diye İslam'ın güzelliğiydi. Yani aşk kilin bilen agar bir işini kılamıgan bolsa, onu erinin aldıda, aşk kaynatısının aldıda teşvik etmezden, erim çıkıp ketken, kaynatısın çıkıp ketken, balısın çıkıp ketken hali joyda, kızım yakılına dep çaqırıp,
qarang, mana bundaq qilsangiz yaxshi bo'ladi, boya bundaq qildingiz, men aqo'yti yaxshi bo'lmaydi deb tushundirgan bo'lsaydi, o kelin qoyil bo'ladi Alloh xohlasa. Ammo o qaynona osh irboyada, o'g'il bariyada, irboyada ashunda deb ketdi, onun ayıbını etib, osh qaynonaning ayıbini Alloh etib etadi dunyo oxiratda. U o'z ziyon tortadi baribir, haqiqatdan ochqani bilan. Şunlaşqa, kelinning ayıbını yapsangızlar-chi, bir ayıbını yapsangızlar, Allah dünya ahirette ming ayıbınızdan yapatdı-ku. Resva qilmaydi-ku qiyomatda Alloh xolsa. Şunlaşqa, ana shunday inoq o'tingizlar qarindoshlarım. Hammangizlar Alloh rahmat qilsin. Anondikin ilm o'rganingizlar qarindoshlarım. Sizlar ishonmamsizlar, buni bilmadim. Men hech qanday bir ustoz ko'rmagan, faqat arabchani ozroq o'qidim endi. Arabchani qiroatni ozroq o'qidim birsidan. Ammo ki hech qanday ustoz ko'rmagan. Faqat mening ustozim bir va bar bo'lgan yakigani ulug' Allohdir. Ya'ni men shunday Allohningki shunday mahluqotlarni tafakkur qildim. Qo'ylar qarash kunbak yaxshi ko'raman. Qo'ylar qarasam, shunday ular bir xil narsa ekan, ko'p xil narsa chiqirdi ekan. Ular bir xil ash narsalarni yesa, badallariga quvvat bo'ldi ekan, yung bo'ldi ekan, teri bo'ldi ekan. Andan keyin o'zim qarab baqdim. Shunda oshqozonimda mening gilim bilan og'riydi-ku. Agar misharim ozroq xulus, shu gilim chatoq qolsa men noyolamayman. Shuning qarab baqib, ey Rabbim, sen ajab qudrat ekansan. Mush qo'saq kuchaylarimda bir tona ziyod bo'lib qolsa, mana shunday yolamayman ekan. Mush gilim og'rqas noyolamayman, tomoq yolamayman, suv ichamayman hatto. Shunda o'tdi-ku 2 kun 3 kun dori yapmışki kirdigim. Yani şular qarab Allah'ın kudretini his qildimda. Qarangizlar, men tirnig'imni qarayman, men tirnig'imni bak ko'p olaman, men 2 kunda bir degidek abdurma qattiq o'skil qo'ymayman bunchi. Yani qarangizlar, mushu shunda qashu nadan chiqdi buni bilmadim. Shunda men abdurma yin chiqdi. Yil bo'yi yozsam yin chiqib urdi. Şunun qarab baqib, ey Allohim sen menga qudrat ketdimda, anonkin oz zaminga alaqa ettizi chiqsam, alaqa o'tlarning yiltiziga qaraymatchimda, yamliq yerildi-kachi, yerilib anonga o't chiqib-kachi bixlinib. Oshning qarab baqingizda zaminni yerib chiqadigan iliq o'simlik. Odatda u ustiga to'pon qo'yib qo'ysangizlar, unib chiqqan narsani to'pon qo'yib qo'ysangizlar, onda dintiramaydi. Lekin u urug' bo'lgan, bixlingan chaqda Allohning qudrati bilan shunday kuchli bo'lib, oz zamindagi to'plarni ishtirib etib, unib chiqadigan bir tushiga chiqib o'ziga. Shuna ashlan tafakkur qildim. Anondan keyin Allohning rahmati bilan Allohninki Qur'on Karim degan bizda qonun chiqib shu qonni o'qidim. Sizlar ishlansizlar. Men shunda o'zimninki shu bildigan qarindoshlarimdan shunda bir ashlardan tarjimasini o'qish uchun shunda kayni kirib olgandim. Beringlarsam ular qat'iy bermay, onimki qo'limga chiqqan chaqda 6 ta mushkat chiqqan chaqda kechini kunduzgi ular bir oyning ichidagidek o'qib ketdim mayliqni. Har kun kechilari o'qiyman, shunda kechini o'qib uxlab qolmay quchoqlab onimki uyg'onmay yeni o'qiyman. Onimki mushkatlarni bir hafta tugatdim. Shunda ilmga bo'lgan osh beqaroligimdan, ey Rabbim, ilmsiz bo'lganligimdan ezib ketdim yo'q debchi. Yani ana shunday sabab qilingizlar. Alloh riyodan saqlasin. Ash oyat hadislar o'qigan chog'ingizlarda Allohdan ey Rabbim, mush oyat hadislarning tegini haqiqiy ma'nosini tushungan nisb qilgin deb Alloh duo qilib o'qingizlar. Alloh xolos tushunalaysizlar, Alloh xolsa. Qarangizlar, ishondingizlarmi shuni desam, Alloh deb o'qigan ilm bu. Yani Allah ana shunday qudratli. Onunki men Allohni bak aslayman-chu, Alloh xolsa. Alloh riyodan saqlasin. Attigini qopsam Allohu akbar demeycan qopamayman qarangizlar. Shayton pek bo'za qildi meni-chu. Shu Allohu akbar desam, shunda hinni qop ketman. Anondan oqshimni yatsam, bismillah aytmoqcham yotmayman iliq joyda. Chunki bismillah aytmay yatsam shayton yetib oldigacha yumshoq yaladi. Nimish qo'rim bagdayman onunga. Allohning dushmani tursa-u, Alloh la'nat qilgan, dazg'iy da'vatgan bilim tursa-u, jannat kiramaydigan tursa, nimish qo'rim bagdayman onunga. Anondan taomisam yurgimdan, qalbimda alhamdulillah deyman. Allohim son güzel madiyalar bo'lsin deyman. Yani Allah'ın ziminden undirib berganligiga, qo'limga kuch-quvvat berganligiga, qo'llarga aql berganligiga, ondan jo'zaq aqlolligimga, barliq narsalarning Allohning iznisiz bo'lganligini eslab, Alloh güzel madiyalar bo'lsin deyman yurgimda. Uni boshqalar anglamaganlar, Alloh anglab turdi, Alloh xolsa. Yani aşı hojatxonaga borsam, ey Rabbim,
Sana güzel medyalar olsun deymen. Benim azrak kavziyetim bacu. Sen bana küçük kuat versen, sen ben müşahidetlerim rava kılamaydım deyip Allah hamdü sana etme. Bir yaxşı amel kılsam Allah hamdü sana etme. Çünkü Allah bir bendisini yaxşı görse, bir yaxşı amel kılış nisip kıldı ki, yani aşı yaxşı amel kılsam, yıqlap gitme. Ey Rabbim, men yaxşı görkense, seni yaxşı görüşün erişkenliki, benim gen baxtıke, bunundan öten nimmettamı ey Rabbim. Ey Rabbim, seni ben Allah kalsa, sen kalsan, mengü yaxşı göray, imanın dünya ahiretliğin payda vermeydiği imanlardan kıpkomuğun deyme. Anladaki benim ismim Nur İman. Allah'tan şunda sorayım. Ey uluğ Rabbim, ismim Nur İman ki, imanını nurluk kılıvetkin, ben yalğanç emez Allah kalsa, sizin nezrini sıddıkladın bulay, ismim gökşaş özlemini o imanı tolduruvetkin, sizin vücudunu deyip Allah'a dua kılma. Her bir işlerimni Allah'a bağlayma, kollarımın müdürlüşüdün tatıp, hatta keçileri düşlerimde şunda bir başkalarının tamı işte kısa, Bismillah etmekten yemeyme, Bismillah etsem velik tam yok ap getidu. Bismillah etmekten kitap okumayma düşündü hem, Bismillah etsem velik kitap yok ap getidu. Yani Allah'ın kudurdu ben. Şunda düşler, güzel düşler görsem, düşlerimden oğunu közünü açmayı durup, Rabbim sana güzel hediyeler olsun deyme. Aşı güzel, eğer yaman kişilerini görüp kalsam, Rabbim müştişimden yamanlığını sana sayarı panahlayma deyme. Öyle kısımdım, benim şunda aşıqlap yatıp Allah'ın əsligerliğinden bir günü sıcıqlap gitti. Nüm olduğunuz ikənlisən, aylar deydi o hədisen. Mən musulman əməzkən mən deydi, nümiş qunda deyirsiniz ikənlisən. Siz Allah'ın əsligerliksiniz. Gecə gündüz əsligerliksiniz, şunda keçirə uxlap yatıp mı Allah deyip ceyliksiniz. Ama ben onda kılamayatım öyleme, kandak kılma. Siz cennet kirkesiniz, ben dözek kalsam kandak kılma öyle. Açtığınız jığlap gitip de bir günüsü. Meddinde ülkem Allah'ın köp eslen. Allah'ın eslen anladıkin Allah olsa sizin hidayet koydu. Allah desem aşı 15 yaşısınım şimdi jığlap gitti. Yani Allah'ın köpeslerinize karındaşlarım bir kişiye deydi. Yani dünya işlerini kılıp durup, dünya işlerinden şunda boş vaktini çıkarıp Allah'ın esleydi o deydi. Anladıkın Allah şu kişinin futkollarını dünya işinde icra kılıp, ibadetke meşgul kılıp etdi o bendine deydi. Anladıkın bir kişi şunda dünya işleri tügüsü mü, ibadetke boş vakti dursu mu, aş boş vaktini bihudu söz kılış bilen, uklaş kılış bilen ötküzüydü. Anladaki şu bendinin futkollarını Allah dünya işinin üzülmez kuvvetidir. Bunda dünya işinin meşgul kuvvetidir deydi. Yani Allah'ın köpeslerinizle, Allah halsa futkollarınızla dünya işini zirah buldu Allah halsa. Yani bir kardeşimiz şunda Allah'ın köpesleriken, bunda Allah'ın nikah baktını tilaptı. Mana hem Allah halsa beşi baktı kunuptu. Allah halsa hem de dünya işi kılmaydıgan cağı var. Bir kere o kardeşimiz Allah halsa. Ama kız karındaşlarımız Allah'a köp dua kılınızla, nikah baktığınızdan tilağınızla, birinci bulup özünüzden tilmey, birinci bulup ölüp ketken karındaşlarımızlarını, anadaki mış ata-anınızlarınkini, sınlınızlarınkini, o açınızlarınkini tilap bulup, hemimiz tügügen çağda, en ahırsı da özünüzden tilağınızla Allah kalsa. Sevap buldu Allah kalsa, ecir al sizler şununla, periştiler dua kılıdı sizlerge. Şunlaşqa her bir kardeşimiz özünü ıslah kılsa, anandakin mən dedimde şunda bir özümün burunku giyimleri şunda o vaktimnima hem de zalalatlar da hesaplayma hemen o vaktlarımnima. Şunda inekten çigettimde, şunda inekten çekkinim bilen kiyimlerim paçiydi, paça. Anandakin şunda üstün giydim andım ama kiyimlerim taridi. Kıssam çıkalattı, ben koturulgan ki bilim çıkalattı, kökreklerim bilinip turkalattı. Şununla meddimde birisinin yanına gelip, oy kardeşim sen meddeydi, oy Saudi Arabistan ayallar mandak giydik ya, karşılar ben mandak giydik ya, ula kaysıdında alsam İslam'dında dedi. Emsine kaysıdında alsam siz İslam'dında dedi. Emsin demiş kulağına mik okşumaydı desem, bu bizim milli Avrupa adımızdı. Anandıkken ben bir kardeşimiz yana kırdım da, kardeşim kiyiminiz özgerttim. Sizden bu kiyvatkan kiyiminiz neçi kiyim bu desem Uygurç kiyim dedi. Resulullah'ın hadisi de kim kayşı millet olsa kıyametli şu milletin katarı kopudu dedi ya.
acaba biz shunday yaxshi amallarni qilib, shu kiyimimizni Uyg'urlarga o'xshab qolganlik tufaylidan qiyomat kuni Uyg'urlar bilan qo'yib qolsak maylimi? Ya bir oyat nozil bo'ptimi ya Qur'on bir oyat borki, Uyg'urlar jannati deydigan. Bunda gap yo'q-ku. Alloh xohlasa Uyg'ur bo'lsin, fazli bo'lsin, haqiqiy taqvodorlar kiradi-ku jannatga. Şunlaşkı tüdünde kıyımını özgerttim desem, anınki adab Allah halsı özgertti, xalqan taşa. Şununla aşı İslam devletleri şu karınasırımız bilen özenli seliştirdim demen, kiyimimizni bulupma. Ayak kişinin en mühim avrat epişki emas mı? Anınki Allah'ın özümden kiyimlerimi özgerdi Allah halsa. Şunlaşka her bir taqvodor bulay degan qarinishimiz o'zini isloh qilsingizlar, natijasini ko'rsizlar Allah xolsa. Ya'ni bir banda Allohga bir qadam yaqinlashsa, o Allah 10 qadam yaqinlashadi deydi. 10 qadam yaqinlashsa Allah 100 qildi oldiga deydi. Ya'ni qarangizlar, namoz o'qiymada shunda joy namozga la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb chiqsangizlar, Jibril alayhisalom 6-qanti bilan shunda bizni qo'g'dab turdi-ku. Onundan keyin subhan robbiyal azim deb tizingizdan ruku qilsangizlar, gunohlaringizlar yomg'ir to'kilganda to'kilib ketadi-ku biz ko'rmagan bilan. Onundan keyin sajda qilsangizlar, Alloh shunda mabanda men sajda qilg'yotdi deb oldingizlar yugurib keldi-ku. Qarangizlar bunun degan sharafa qarindoshlarim, biz shunda ulug' Allohning bandasi ekanmiz. Alloh bizni shunda do'zax tushib ketmasin deb musulmon qilib qo'yibdi. Musulmon bo'ladigan fursatlarni beribdi, tavba qiladigan fursatlarni. Ya'ni qarangizlar gunohlarimiz shunda jiq bo'lsa, mana shundoq so'rinlarga Alloh bizni yana musharraf qildi. Ya'ni shundoq so'rinlarga egis qildi ulug' Alloh. Qarangizlar Alloh sizga rahmat qilyapti, Alloh xolsa. Mana shu rahmatlarni chin tutingizlar Alloh xolsa. Mana bugun degan mushu so'zda Alloh xolsa umringizda yetib ketadi qarindoshlarim. Unutib qolmangizlarki, sizlar onangizlarning qornida, otangizlarning pushtidagi obimani jonsiz narsa, Allohning iznisiz yashay olmaysizlar. Turayotgan zamin Allohning, yeyotgan mevchi ko'ktat Allohning, nafaslanayotgan havo Allohning, soy bo'layotgan daraxtlar osmon Allohning, sizlar yo'riq berayotgan quyosh Allohning. Hamma narsa Allohning. Allohning chigisidan chiqib keta olmaysizlar. Qiyomat kunisi boradigan joyimiz Allohning. Ya'ni Allohning dargohiga qaytimiz hammamiz. Ashunda bo'lganiki, ana shunda qudratli Allohni yaxshi ko'ringizlar, yurgingizlar bilan, vujudingizlar bilan yaxshi ko'ringizlar. Ya'ni do'zax tashlab ketadigan-ku, ey Rabbim, mushu bandani bir banda borga, bir banda bo'lsa, u banda Allohni bak yaxshi ko'rganligidan, butun vujudi bilan yaxshi ko'rganligidan bak yaxshi ko'rganda, do'zax deydi, ey Rabbim, men kuch-quvvat bersam, mushu bandani bir ko'ydirib baqsam badanimni deganmikin, Alloh deyilganda, yo'q, sen uni ko'ydira olmaysan deydi. Nima uchun deganmikin, chunki u meni bak yaxshi ko'rdi, vujudi bilan yaxshi ko'rdi, ishq muhabbat bilan yaxshi ko'rdi meni. Şunlaşqa ana shu ulug' Allohni ishq muhabbat huzur bilan yaxshi ko'rib sajda qilingizlar Allohga. Hammangizga Alloh rahmat qilsin. Amin. Allah rahmat qilsin. Ancaq qarindoshlarimiz ishlar masxara qildi deb avratini yapamayotgan qarindoshlarimiz ishlar masxara qildi deb yapmay turmangizlar. Osh ishlar bir qatam masxara qilsa, ulug' Alloh har bir qatam shularning masxara qilganligi ustidan bizlarga masxara qiluvchiga har bir qatam lahatdan bo'lgan oltin taxtlarni qildi. Qiyomat kuni shunda lahatdan bo'lgan oltin taxtlar ustida o'tirib shu bizni masxara qilganlarniki qanchalik azob-tototganligini ko'rdik-ku. Şunlaşqa məsələ qılmışdan qoxmağınızda Allah xalsa. Şundan biz musulmonlar şu licəklərini çoğun kiyib, yağlıqlarını, köynəklərini kəngri kiysəm, qandavlar, masurunu basam, urug tuqqalarla otasam, bu deb bir xil qo'rinish ichida xo'rliq qilganda yursak, taximi ham ajr savobim bo'lmaydi, qilgan amalimizning ajr savob bo'lmaydi, lekin biz shuni sharaf deb bilib özümüzni bir baxtlik, haqiqiy musulmon bo'ldim-ku, men haqiqiy bir savob topdim-ku deb shunda qilgan vaqtimizda ish amallarimizni shu ishni qilganimizni xo'rlik his qilmay, noyat xushallik his qildik ekanmiz.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين آمين. أما بعد الحمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه أحسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلمة شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كلمة تمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة استغفر أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب أمدا متعمدا أو خطأ سرا أو علانية أو صغيرة أو كبيرة وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبي بعده وعلى آله من بات إلى وارزقنا اهتلانه. الحمد لله كان ورفنا وتفلنا وأيهنا وارزقنا والاهتلانه. بسم الله الرحمن الرحيم. Ey mihriban osman ve zimillerinin padişahı bolgan Allah. Amin. Ey mihriban osman ve zimillerinin padişahı bolgan Allah. Amin. Bizni hakiki özü razı bulduğun yolga başlap koysla ya Allah. Amin. Bizni hakiki İslam dininin qolunu qurgucularının qatarıdan qıp koysla ya Allah. Amin. Meyli biz İslam dininin qurgucularının qolu bulaylı ya Allah. Amin. Qopurilgan taşları bulaylı ya Allah. Amin. Yaki qırlanğan kişiler bulaylı ya Allah. Amin. İşqılıp bizim İslam dininin hakiki olunu kurduğun, hakiki bina bitirganlarının bir qatarıdan qıp koysla ya Allah. Amin. Biz ana şu müstehkem kurulduğun aşı binanın bir kişi bolsaqmı meyliydi ya Allah. Amin. Biz aşı özleri aşı kurup koyduğun müstehkem İslam dininin ya Allah bir simonu bolsaqmı razı ettirdiz ya Allah. Bizni hemmimizni ya Allah. Doğru yolga başlap koysla ya Allah. Gerçi biz hemmimiz gayri yollarda minip ketken bolsaqmı ya Allah. Bevasıta özlerinin razılıqını tutuşulgan yolunu tapanmayıvatkan bolsaqmı ya Allah. Hemmimizni ya Allah. Ana şu güzel dağdan yolga başlap koysla ya Allah. Ey mihriban Allah. Biz bundak ezip yürüptünüz ya Allah. Biz özümüzü Müslüman dep sanap yürüptünüz ya Allah. Ama özümüzdeki sıdıgan bolsak ya Allah. Bizning bir amallarimizni İslamga to'shmaydi ekan ya Allah. Bizning bir amallarimizni o'zlari qo'yayotgan shartlarga to'shmaydi ekan ya Allah. Gerçi bizning gunohlarimiz ya Allah. Osmon zaminlarga liq to'lib ketgan bo'lsin ya Allah. Nijosatdek zaminimizni sesib ketgan bo'lsaqmi ya Allah. Fırat ya Allah shundan nijoslashtirib ketgan bo'lsaqmi ya Allah. O'zlari shunchalik apuchan ya Allah. O'zlari shunchalik kam qursak ya Allah. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilishga ya Allah. Bizning g'ayratli e'tiqodimiz bo'ldi ekan ya Allah. O'zlari afu qildilar ya Allah. Bizning hammamizni ya Allah. Bir maqsad, bir nishon yaraydigan mang'ilgan ya Allah. Bir niyat, bir maqsad ya Allah. Giralishib ketadigan ya Allah. Bir-birimizni ko'msak suyunib ketadigan ya Allah. Eng esil musulmonlarning qatorida qilib qo'ysizlar ya Allah. Shuning bilan birga ya Allah. Biz jannatlarning esil-esillarni so'raymiz ya Allah. Ana o'sha esil jannatlarga kirgidek aqida muyassar qilib qo'ysizlar bizni ya Allah. O'sha esil jannatlarga kirgidek ya Allah amallarga muyassar qilib qo'ysizlar bizni ya Allah. Keç gündüz tilaymiz ya Allah. O'sha nomi chiqqan onlarimizning qatorida qilib qo'ysizlar ya Allah. İslam uchun nomi chiqqan onlarimizni ulga qilib qo'ysizlar ya Allah. O'sha onlarimizning darajasini bersizlar bizga ya Allah. Ey mehribon Allah. Bizim layaqatli bir onalarning qatorida qilib qo'ysizlar ya Allah. Ana degan bu so'z behching so'zkan ya Allah. Biz faqat to'shmaydi ekanmiz ya Allah. Hammamiz o'zimizni tekshirib boqsak ya Allah. Biz to'shmaydi ekanmiz ya Allah. Biz ana deyishga ya Allah.
qo'shqiday bir onalarning qatorida qilib qo'ysizlar ya Allah. Ey mehribon Allah, suyumlik Allah, o'zining ne'matlaridan birer minut ayrılanmay turib ya Allah. Yüzümüz ko'rkan bizning ya Allah. Biz faqat ko'rmabdimiz ya Allah. Biz aqli ko'zimiz bilan bilmabdimiz ya Allah. Bizni ya Allah, her bir minut ya Allah, her bir sekund ya Allah. O'zining ne'matlarini eslaydigan qilib qo'ysizlar ya Allah. Bizmi uxlagandimi ya Allah, o'zini esimizdan chiqarmaydigan qilib qo'ysizlar ya Allah. Ey mehribon Allah, biz qattiq tövbe qilamiz ya Allah. Tövbelerimizni qabul qilib qo'ysizlar ya Allah. Sadaqallohul azim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت علمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لي حجتين يا رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي والأستاذي والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مولانا مجيب الدعوات ومعظم البركات ودعوي البليات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. Razılık için şehit buluşku nasip kılga ya Allah. Ularning oil sahabatlarının müşkillerini asan kılga ya Allah. Ularning keselligi şifalık ata kılga ya Allah. Özlerinin razılık için bilim elatkan müşü farzatlarimizga o'z g'azinlarini ilm ma'rifat ato qilg'ay ya Allah. Ularga kuch-quvvat ato qilg'ay ya Allah. Kasallardan saqlag'ay ya Allah. O'zi yordam qiluvchilarning eng yaxshisi ya Allah. O'zlaridan yordam tilaymiz ya Allah. Amin.